Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran altındaki qadrli görürmenler. Bugün 5. ayının 5. günü Xalqara Uyğur Doppu Bayrami günü. Aldı bilen hammalarning Doppu bayramlarini təbrikləyəm. Biz akademiya söhbət edib beriyotgan bir neçə ildən bu yan hər 5. may günü bu Doppu bayramını təbrikləb mədəniyyətimizin simvolu bolğan Doppunu əslitib turuşqa tirişiyatımız. Aldınғы xitimlik proqramlarımızda Doppunu bir milli bayram gününün simvolu qilishga gayet zor töhfə qoşqan teşebbüskarlardan Tahir Emin efendim ve başka ziyarelerimiz mesela Alımcan İnayet Malum İlşat Esen efendimler bilen söhbet ötüzgendik. Bugünkü programımız hem Uygur Doppu Bayramını xatirləş, hem biz Uygur halkı için bəhim qimmat ve qadirlik bolğan əfsuski hazır Xitayning türmelerinde azap çekiyotgan ziyalilerimizin Uygur mevcutluğunu qoğdap geliş için görsətgan tirişçanlıklarını öz içine alğan halda mütəffəkkürlərimiz ve onların iş izleri haqqında mı boludu. Şuna bu günün əhmiyyətini texmi aşırğan və gücləndirən bir program boludu deb oylayım. Hem şundaq bolışını ümid qılım. Ondaq bolsa diqqətinizlər bizdə bolsun. Aldı bilən bu alaylı programımızın əziz mehmanlarını tanışdırıb ötəy. Hanımlardan başlayayım hem uzaqdan. Doktor Gülnar Əziz xanım Amerikadan hoş geldiniz. Assalamu alaykum, hoş buldum. Rahmet. Yani 10 taraftan başlay. Zülhayat bizninki Uyghur medeniyetinin dünya tanış üçün həs qoşuyatqan yeni bir tırışdan tədqiqatçımız Zülhayat Ötkür xanım Şivsiyadan hoş geldiniz siz mi? Assalamu alaykum, rahmet. Şair ve yazıcı Tahir İzgil efendim Amerika'dan siz mi hoş geldiniz programımıza? Ve aleyküm assalam, rahmet. Uyghur Tədqiqat İnstitutu'dan yaş tədqiqatçımız Adılcan Er Uyghur Türkiye'den siz mi hoş geldiniz? Assalamu alaykum, rahmet. Hammalar rahmet etime, vaxtından acırtıp bugün bu program qatnaşdınlar. Ondaq bolsa programımızı başlayılı. Bugünkü programımız bayidəb ötüb ketkinimdək hem Doppu bayramı boluş münasibəti bilen hem mütəffəkkürlərini xatirləş jığınımızı mı şu ekranda halkımız bilen ortaklaşış münasibəti bilen bir neçə temini öz içine alıdı. Aldı bilen Doppu bayramımız münasibəti bilen Doppudan başlayımız. Hemimiz bilimiz Doppa Uygurların milli kimliğinin sırtqı görünüşteki en obrazlı belgisi. Medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası. Dünyada Uygur deyse aldı bilen Doppu göz aldığı kelişi mümkün. Uygurlar Doppu bilen birleşip ketken desekim oldu bu məndən aytqanda. Ondaq bolsa bu Doppumuzu biz yakınqı bir neçə yüzyıl içinde tepib aldıq mı? Ya ki texmi uzaq tarixi dəvirlərdə atı boğumuz, anımımız Doppu medeniyetini yaratıp bizge miras kaldırgan mı keyinki evlatlarga? Bu şəhətdə Zülhayat Ötkür xanım'a söz vereyli. Qinəmsə söz sizdə Zülhayat xanım. Merhamet. Maqul. Əmdə bu milli ənənələrimizin gül tacısı bolğan Doppa Uyghur baş kiyimlərinin içindeki en mühim, en çoğ bir türü. Uzaq tarixdən bu yan Uyghur kimligimizni ifadələşdi ki, məyli milliyet qatlam bolsun, medeniyet qatlam bolsun, nəhayət çoğunqur hem yarqın bir belge bop gəlgan. Bizning bir belgimiz deb qarasaq boldu. Endi Doppa haqida söz etishdan burun Doppadan etmologiyasidan söz başlashga to'g'ri keldi. O'tganki leksiyalarda men to'liq angladim. Doktor Alimjon Inoyat muallim Doppaning kelib chiqishi aslida töpə degan so'zdan kelib chiqqan deb u vaqtda tushuncha berdi. Andan keyin Doppaning hamda eng qadimgi Doppa degan so'zning eng qadimgi shakllari yani Mahmud Qashqarining Türk Tillar divanida börk deb tilga ilingan deb onu ta'kidlab o'tdi. Gerçi bu Doppa degan söz, börk degan söz Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyin, ya'ni Qaraxoniylar davrida tilga ilingan bo'lsa-mu, lekin shak shubhisizki bu Doppaning tarixi nihoyatda uzoq bir davrlarga berib taqishidi. Gerçi endi Doppaning tarixiga oid aniq bir manba bo'lmasa-mu, lekin birinchisi tarixiy materiallar, yana birisi rivoyatlar, afsonalar, yana birisi arxeologiyalik qazilmalar. Mushularga murojaat qilish orqali hukm chiqarishga bo'ladi.
Endi tadqiqatçılarning ko'rsatishicha, ham mening o'zimning ko'rgan Uyg'ur do'ppilariga oid manbalarga asosan shu do'ppining shakllariga asosan hukm qilganda Uyg'ur do'ppilarining eng dastlabki shakli kula shakllik, ya'ni konus shakllik, ushliqroq kelgan shundoq do'ppilarkan deb qarashga bo'ladi. Buning hamda faktlari qatorida bizning vatanimizdagi Tarım vadisidan tepilgan Qabrg'o'l qabristonligidan tepilgan bir jasad bor. Bu jasadga Kiroran Güzeli deb ism qo'ygan. Shu jasadning beshida qo'y jungidan tayyorlangan kigiz parchalarini ulab tikish orqali tikilgan shunday bir bo'k bor. Hozir hamda tumoq deymiz, kigizdan qilingan bu xil shakldagi do'ppilarni. Bu bo'kning yon tarafida ikki tal qushpeyi qistirılgan. Bu do'ppining tarixi bundan taxminan 6700 yildan ortiq tarixga ega. Lekin ham Xitoylar buni 3800 yillik tarixga ega deb hukm qildi. Bu Tarım vadisidan yana mushxil do'ppilardan, ya'ni boshqa xil shakllik do'ppilarmi tepilgan. Nayta nurg'un hamda bu do'ppilar turli shaklda. Bularning ko'p qismi hozir Urumchidagi muzeyda saqlanyapti. Bu tarımdan tepilgan Uyg'ur qadimgi do'ppilarga baho berganda tadqiqotchilar bu xil bosh kiyimlarningki mayli to'qilish texnikasi bo'lsin, materiali bo'lsin, butunlay shu yerlik xalqning, shu zaminda yashagan xalqning ixtirosi ekanligini jazmlashtirgan. Ya'ni endi shu zaminda yashagan xalqningki moddiy ham ma'naviy turmush ehtiyojlarini chiqish qilgan holda ixtiro qilingan bu bosh kiyimlarda hech qanday madaniyatning alomatlari ko'rilmagan. Xitoylar aytgandek, Xitoy madaniyatining iznasini topqil bo'lmaydi. Agar boshqa madaniyatning ta'siriga uchirdi deyishga to'g'ri kelsa, qadimgi Hindiston va qadimgi Iron madaniyatining ta'siriga uchirgan deb shunday xulosalarni bergan ekan. Bu endi do'ppilar, shu kula shakllik do'ppilardan tadrijiy taraqqiy qilib, keyin Budda diniga kelgan vaqtida Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qilishga boshlagan zamonlarga kelganda texmo nafislashib bu do'ppilarning shaklimi o'zgarib qolgan. Endi kula shakllik do'ppiga kelganda yana bir qo'shib qo'yishga tegishli nuqta Abdushukur Muhammad Emin ham ba'zi turkologlar bunda bir rivoyatni xatirlaydi. Bu rivoyat Ko'ktürk xonligi davrida Xitoycha hamda yozma manbalarda xotirlangan ekan, yeziq shaklida. Buningda aytilishicha, shu turklarning etnik tarkibidan tashkil qiluvchi Ashina qabilasi deki xalqlar, hamda shu urug'tikilar rivoyatlarga qaraganda Altay tog'larida yashaydi ekan. Bu Altay tog'larining ma'lum bir cho'qqisi xuddi Jiroqdan qaragan vaqtida shu konus shakllik, shu boya biz tilga ilib o'tgan kula shakllik do'ppini qatlab qo'ygandek shundoq ko'rindi ekan. Bularning tilida do'ppini turk deb ataydi ekan. Shunga shundan keyin endi do'ppi bilan turk o'xshash ma'noda ishlatiladigan bo'lgan deydigan ko'z qarashni yoqlaydigan ko'z qarashdikilar. Bunun qaraganda shu do'ppi bilan turk degan bir gap deydigan ko'z qarashdikilar. Endi bu do'ppilarimiz kula shakllik holatdan tadrijiy taraqqiy qilib, Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qilgandan keyin toj shakllik, dubulg'i shakllik, ashundaq shakllardagi do'ppilar uchraydi. Masalan, shu kucha, ming o'ylari deymiz, turpan bezaklikdagi tom rasmlar deymiz. Yana bir ro'shan alaylik bu vaqtdagi do'ppilar kishilarning ijtimoiy o'rniga, tabiqiga, kasbiga qarab o'xshamaydi ekan. Qarablar ma podshoning do'ppisi ekan, ma u xonishning bosh kiyimi ekan, ma u odatki puhraning, ma u chavandozning do'ppisi ekan deb shundoq ro'shan farqlarga ham ayol farqiga ega bo'lgan ekan. Uningdan keyingi davrlarga kelganda Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan keyin bu do'ppining shakli butunlay o'zgarib, gumbaz shaklini olgan yumaloq shakllik do'ppilar, xuddi hozirgi zamondagi do'ppilarning asosiy
shu xil do'ppilar shakllangankan, asta-asta andin yana taraqqiy qilib, texmi qolaylik bo'lish, turmushda ap yurishga qolaylik bo'lish uchun hozirgidek 4 qirliq, 4 talaliqmi deb qo'ydi ekan. Qatlanadigan shundaq do'ppilar shakllangan. Do'ppilarning nusxalarida ro'shan o'zgarish yuz berib, shu islom dini ahkomlariga amal qilgan holda gül-giyalarning, dal-daraxtlarning, chimanlarning nusxalari kashfilanadigan bo'lgan. Faqat undaq odam, hayvonlarning motivlari kashflangan do'ppilar uchirmaydi. Hozircha endi mushunchak so'zlasak bo'larmiki? Endi shu kula shaklli do'ppining endi manbasini surishtirsak, bu Andronop madaniyatiga berib taqishidi. Ya'ni endi saklarga oid xarabalar, madaniyat yodikorliklarining eng tipik alayliklaridan biri shu kula shakllik do'pp ekan. Ko'p rahmat. Muhim ma'lumotlar bo'ldi. Endi bu haqiqatan bizning yaqinqi zamanda o'tirg'a chiqqan bir nim emas. Chunki bir millatninki milliy qiyofati, milliy kiyim-kechaklari o millatninki yashagan jo'grafiyasi bilan munosabatlichu. Shu jo'grafiyada masalan yaylaqda yashagan xalqlar beshini cho'qim nima qilish kerak? Quyoshdan, yozda kun oftob o'tib ketishdan, qishda sovuqdan nima qilish kerak? Shuning uchun beshiga hamda nurg'un millatlar cho'qim bir narsa kiydi. Buni hamda Uyg'ur xalqi san'at darajasi ko'targan. Uyg'ur xalqining alayidligi, bu do'ppilardagi alayidlik hamda boshqa millatlardan farqli nima? Ba'zilar hamda raqlarni otib olgan bilan Uyg'ur xalqining do'ppisida ranglarning jixligi, turining jixligi hayot deb o'tib ketgandek, podshoning kiygini, vazirning kiygini balki o davrlarda shunday ayrilgan bo'lishi mumkin, ammo bugungacha kelgan do'ppilardan qaraydigan bo'lsakmi, balkim nusxalari 300 dan oshirdi deyman. Naytın jixli qizlar kiydigan, ayollar kiydigan, bolalar kiydigan, erlar kiydigan har bir nimaninki yurtning ayrim ham ranglari, ham shakli shunday. Hem bu do'ppidan qaraydigan bo'lsak, diniy e'tiqodningmi uningga ta'sir qilganligini ko'rdik. Gümbaz shaklida islomiyatdan keyin bundaq bo'lganligi. Ammo buning to'tbujak bo'lishininki sababimi bo'ylaqi Uyg'urlarninki qadimgi madaniyat bilan munosabat. Chunki dunyoni to'tbujak deb qaraydigan bir nim borchu, ular bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Buningga qo'shimcha qiladiganlarimiz bormi bu do'ppininki shu qadimdan hozirgacha kelish jarayoni, hozirgi shakllari, hozirgi ranglari, nusxalari bilan munosabatlik? Ben bir ikki yuz gap qo'shsam bo'ladimi? Albatta, marhamat. Hozir Zulayat xonim degandek, bu Uyg'urlarninki turpan madaniyat davrida ijtimoiy qatlamga asosan do'ppilarni kiydiganligini deb o'tdi. Yani podshohlarning ayrim, normal boylarning ayrim yoki tijoratchining ayrim deb. Ammo islomiyat qabul qilgandan keyin bir xillashgan bo'ldi. Ammo bir xillishi hozirgi Uyg'urlarninki milliylik nuqsidan nayt muhim deb o'ylayman, chunki bizim barliq kiyimlarimiz amaliyotda ijtimoiy tabiqaninki ifodasi hisoblanuvchi. Boylar boycha kiydi, marka kiyim kiydi. Namratlar uzguchlik kiydi. Ammo do'ppa hozir bizniki jamiyat nuqsidan qatlam tabiiy qaramasdan, ya'ni boymi kiydigan, namratmi kiydigan, ziyolim kiydigan, dindorim kiydigan bundaq bizning jamiyatni tashkil topgan barliq qatlamlar kiydigan bir milliy kiyimga aylanib bo'ldi. Mushaylaqi Uyg'urlarninki tanglik va baravarlik nuqtasida do'ppininki o'sha bir ahamiyati deb qarayman men. Bu boshqacha bir tarafdan qarash bo'ldi. Ko'p rahmat. Hazır do'ppi bayramininki maydonga chiqishi hamda yaqinqi 13 yil bo'ldi deyman, mening bilishimcha 2010da bu do'ppi bayrami o'tkazilishga boshladi. Bunun damda vatanimizdagi ziyolilarninki to'pisini aytdi cho'ng. Nima uchun bu do'ppi bayrami o'ttirg'a chiqdi? Nima uchun biz har doim kiyib necha ming yillarni yoki davomlashtirib kiyib kelayotgan bu do'ppimiz uchun ayrim bir kunni yani belgilab bu do'ppimizni xotirlab, yani hammamiz beshimiz shu do'pp kiydigan shundaq bir an'anani davomlashtirish yoki shundaq bir kunni xotirlab
mecburiyeti tug'ilsak, bu amdi bir medeniyetning xirisga duch kelishi, ba'zi bir besimlarga uchrashi, shuning bilan xalqningki buningga bo'lgan balki reaksiyasi, buningga qarshi chiqishi, o'zining madaniyatini qo'g'dashni majburiyat deb his qilishidan tug'ildi deb qarashga bo'ldi. Bu nuqtadan qarab aytgan vaqtida ziyolilarimiz nimalarni qildi shu milliy kunninki o'ttirg'i chiqishida, xirisga duch kelishida Uyg'ur ziyolilari nimalarni qildi degan savolni balkim javobini hammamiz bilamiz, ammo bu programda yana bir qaytam buni deb o'tib bu ziyolilarimizdan bugun hamda mutafakkirlarni xotirlash nuqtasidan bir necha ziyolimizni tilga olib o'tamiz. Albatta ziyoli belki nurg'un so'rovlarni ben bunu tekrar deb o'tib ketgan bo'lishim mumkin. To'limi dedi bu gapni deb o'ylab qolishinglar mumkin. Kechiringlar, ammo yana men takrorlayman. Ziyoli bir millatning eng cho'ng boyligi ziyolilar, bir millatning eng cho'ng boyligi, eng cho'ng ta'lim, qanchalik ziyolisi cho'ng jiq bo'lsa, qanchalik o'sha milliy ongga ega ziyolilar ko'p bo'lsa, o millat bence ro'naq topadi. Çünkü ziyolilar ismiga loyiq qarang'uda yo'riqlikni, nurni ko'rsatib berguvchi. Ziyoli degan gapning ma'nosini bilasizlar. Nur degan gap mashal ko'targuvchi. Albatta tarixdan buyon bizning mayli meşhur hükümdarlarımız bo'lsin, xaqonlarimiz bo'lsin yoki ehli bilim olimlarimiz bo'lsin, yaqinqi zamonlargacha ziyolilarimiz bo'lsin, tarixda o'tgan bütün meşhur kişilerimizningki ziyoli tarafı bor. Bilimi bo'lganlar taxtga chiqadigan bir an'anami bor bizningki tariximizdan qaraydigan bo'lsak, qoldirilib ketgan hujjatlardan qaraydigan bo'lsak. Yaqinqi zaman Uyg'ur tarixidan qaraydigan bo'lsak, shu Uyg'urlarningki o'zgurligi, erkinligi, onundan Uyg'urlarningki medeniyetini qo'g'dash uchun ko'ksini kerib maydonga chiqqan, kurash sepiga atlangan ko'pincha ziyolilarimiz oldi bilan dushmanningki ziyonkashligiga uchradi. Nurg'un ziyolilarimiz qirilib ketdi. Ya'ni millatni yo'qotishning bir vositasi bo'lib qoldi. Bulardan hamda yaqinqi 10-20 yilning ichidan qaraydigan bo'lsak, eng qimmatli ziyolilarimizdan İlham To'xti, Yalqin Ro'zi, Abduqodir Jaloliddin, Rahila Davud, Shimangul Avud, Farhod Tursun, Arslan Abdulla bizning ustozlarimizdan, Halmurat G'ofur ve bularning hammasini bu yerda hozir bir-birlab tugatamaymiz tilga olib. Minglagan ziyolilarimiz faqat xalq uchun xizmat qilganligi uchun, xalqni so'yganligi uchun jazo lagerlarida, turmalarda azob chekyapti. Bular hargizmi qonun xiloflik qilib, Xitoy hukumatiningki qonunlari xilof harakat qilgani yo'q. Ular bulangchilik qilgani yo'q, odam o'ltagani yo'q. Faqat butun dunyodagi ziyolilarning qildigan ishi o'zining kasbini yaxshi ko'rishi, o'zining xalqini so'yishi, o'zining madaniyati haqida ozroq tadqiqot qilib borganligi uchun shunday jazolarga uchrayotdi. Ulardan bir nechasini bugun endi bu programmamizda alayda tilga olib o'tamiz. Rahila Davud Ustozimiz Rahila Davudni hammamiz bilamiz. Onun bilan munosabatli ma'lumotni Rahila Qashqarli xonim bermoqchi, ammo uning ishi chiqib qolg'achqa bu programga qatnashamadi. Biz ham tabiatga ziyolilar Rahila Davud xonim bilan uzun yillar ishlagan ziyolilarimiz bor aramizda. Mushlardan hamda Rahila Davud bilan munosabatli ozroq ma'lumot olgan bo'lsak. Marhamat. Kim Ben ma'qul. Ondan keyin Tahir efendimga so'z bermay. Gülnar, hoş geldiniz. Merhamet. Rahmet. Rahila Davud muallimni men Şinjan Üniversitetida hem aspirantlık okugan vaqtlarımda, yani 2003-4 yıllardan başlap bilime Rahila muallim antropologiya sohasida Beijingda o'qidi, doktorlikda. Qaytib kelgandan keyin universitet professori bo'lib ishlab, bu jarayonda nurg'un o'quvchilarni tarbiyaladi hamda folklor madaniyati jihatda qo'shgan to'kpisi bak ko'p. Shu sirtdimi hozir o'qiyotgan o'quvchilari bor. Hatto oldi Kanadada professor bo'lib ishlayotgan bir o'quvchisi bor. Shu antropologiya sohasida bo'libmi folklor madaniyati mushu jihatda qo'shgan to'kpisi bak cho'ng.
Uningdan boshqa Şinjan universitetida folklor madaniyat tadqiqot markazini qurgan. Shu nimada davlat darajalik tadqiqot turlarini ilib izchil ishlab, bo'libmi shu mazar tadqiqoti u muallimning doktorlik dissertatsiyasi edi. Shuningdan tortib joy-joylarga bizning yurtimizdagi har bir mazarda Rayla Davud muallimning izlari bor. Aşağılarga berib shu dala tekshirishiga bek ahamiyat bergan. Shu joydagi har bir mazardagi shayxlar bilan o'zaro suhbat o'tkazib, shuning xotirlarini qoldirib, shu qishni qish demay, yozni yoz demay, har doim shu men o'qiyotgan vaqtda Rayla muallimning qo'lida o'qigan o'quvchilarmi botida, bular shu ta'til mezgillari biroz dam olishlar bo'lsam, dala tekshirishiga tushib ketadi. Shunda qiyin sharoitlardimi o'quvchilarga shu dal tekshirishni qanday qiladi, shu amaliy misollari bilan o'gitib shundoq qilib kelganda, uningdan boshqa chet ellardagi shu bizni tadqiq qilgan madaniyat tadqiqotlari bilan shug'ullanadigan shu tadqiqotchilar bilan biz vatandagi shu sohaga kirayotgan yoshlarni o'zaro uchrashtirish, bularni bir aloqa o'rnatish jihatdimi ben ko'p to'hfa qo'shgan Rayla muallim. Shu orqali o'zim shu masalan dastlabda Indiana universitetiga 1 yillik ziyoratchi tadqiqotchi bo'lib keldi 2005-yilga deyman. Ism to'g'ri qolgan bo'lsa. Undan keyin 2015-yillari Seattle'dagi Washington universitetiga bir keldi. Mushundaq izchil berish kelish jarayonida bir ko'riklik rol o'ynaganda shu chet eldagi tadqiqotchilar bilan bizni bog'lash jihatda. Buni qo'shgan to'kpisini aytib ko'p. Ma'lumning qo'lida yolg'iz Uyg'urlar emas, Xanzu o'quvchilarmi jiq o'qigan shu madaniyat folklor tadqiqotida. Hatto mening bilishimda oxirgi qatim shu Beyjinglikmiki o qiz bir Xanzu o'quvchisi asli Harvard universitetiga doktorlikqa qabul qilingan. Doktorlikqa Harvard universitetiga kelmoqchi bo'lgan bir o'quvchisi Rayla muallimning Beyjingda yo'qolib ketganligini xabar berib, sirtqa uchur yetkazganligi sababli. Shu sabab bilan u qizning xabari yo'q hozirgacha. O'quvchimi mana Harvard universitetidek mushtaq bir dağlıq universitetga o'qishga kiralgan turib, misha keladi, yo'q hozir, xabarini bilmaymiz. Rayla muallim to'g'risidami mana 2017-yilning yoqi biz izdirigini ololmayapmiz. Hozirgacha hech xabar yo'q, ammo butun dunyodagi ijtimoiy fan sohasida shu ma'lumni biladigan yoki bilmaydigan qilgan emgaklarini ko'rgan odamlar shu ziyolilarning chet ellik ziyolilarning hammasi degidek imzo qo'yib shu Xitoy hukumati bilan aloqa qilib shu ma'lumning izdirigini qilib jiq qildi. Ammo biz natijaga erishaolmadik. Hozirgacha bilmayapmiz. Bu taraflari hammamizga ayon hamdi. Qilgan emgaklari jihatdan shu mazar tadqiqoti, andan keyin har bir mazarni xotira ilib aytmangan video, nurg'un materiallar borda qo'lda. Bu jihatda bir cho'ng to'kpisi bor hamdi. Hozir hamma yaqinda hammamiz bilamiz mazarlarni hamma buzib yetib o'rnini yo'q qilib yetib ammo shu bu ma'lumni Xitoy hukumatining tutib turayotgandimi, balkim shunday bir siyosiy nim bo'lishi mumkin. Shu mazar tadqiq qilganlik uchun shu biladigani ko'p ziyolilarimizni shu jihatdan yo'q qilishga urinyapti-da Xitoy. Uningdan boshqa hamda menga bakrak yolg'iz ustozlam emas, bir hadi do'stim demdim yoki bir kasbiy jihatdan men bu yerda doktorlik o'qiyotgan vaqtlarimda doim aloqa qilishib turardim. Bilinmagan ba'zi narsalarni so'raydim, kasbiy jihatdan, o'rganish usuli jihatdan degan. Men shunchalik ko'p ilhom bergan. Sizning har bir ashada turib o'rgangan narsangiz keyin yana asqatadi, hargizlik bal qo'yatmang. Tirishib o'rganing, biz birlikda ishlarni birlik qilamiz deb. Hatto biz men shu o'qish bitirishga oz qolganda bir tadqiqot turlarini planlab, shu antropologiya sohasida bizda nurg'un masalan dostonlar bor, xalq eg'iz adabiyotlari bor, xalqning ichida, ammo qalamga elinmagan. Mushularni yig'ib bir son ombri database qurishga bir proyektni planlab, hatto xeyli jiq ishlarni nim qilgan. Men shu qaytib ketma deb o'ylab
nim turgan vaqtlarda hamda ishik taqilib qoldi ketanmidik. Hamma ishlar o'zgarib ketdi. Ammo shundoq bir yig'ib kelsam, o'zining kasbini shunchalik yaxshi ko'radigan, oilik ishlarini qarib qo'yib, shu o'quvchini kechim kunduz o'quvchilarni tarbiyalagan shunchalik bir istedodli ustoz edi. Köp rahmet. Doğru deysiz Gülnar. Bu abiyam deginimdek bu ziyalilerimiz fakat özünün kesbini yaxşı kögerligi şu. Tadqiqat bilen de şug'ullanganligi üçün mushundaq beshiga ig'ir kunlar keldi. Hamda medeniyetlik bir millet boluş, medeniyetlik bir devlet boluş oson emasga deb o'ylab qoldim. Mening medeniyetimning bo'lganligi 5000 yil bo'ldi, 7000 yil bo'ldi. Davosila medeniyetlik devlet bo'lmaydi ekan. Medeniyetlik millet, medeniyetlik bir devlet boluş uchun boshqalarning medeniyetini hurmat qilish kerak. Shu chaqda uning haqiqiy medeniyetlik ekanligini başka medeniyetlerini asırgan çağda başka medeniyetlerge mi ehmet bergen vaqtda onun dinkin o haqiqiy medeniyetlik devlet medeniyetlik millet bo'ldi ekan. Agar undaq bo'lmasa o bir tajovuzchi hozir qilayotgan ish shu mazarlarni yo'q qilishi bu butunlay niyatini qilib butun dunyo bilib bo'ldi hamda mushundaq ekanligini mi oshkorlaydi. Onun o'ziniki medeniyetiniki bir millatning boshqa har qanday bir millatning o'zining medeniyetiniki qancha ming yil bo'lishi bilen emas mençe bir milletninki yoki devletninki medeniyetlik bo'lişi. Bir başka milletninki medeniyetini yo'q qilib, o milletninki o zeminning ustiga o'zining medeniyetini barpo qilish hozirgiga o'xshash butunlay digitallashib ketgan, qilgan etkinni butun dunyo oshkorlanib ketgan bir sharoitda, bir muhitda balki mümkün emas. Tarixga qapqara bir nima bo'lib dağ bolup yani özünki tarihiga tushdi deb o'ylayman. Tahir efendimi birine bunun qo'shimcha qilmoq istedi? Marhamat. Rayla Davud haqiqatan hamda aytib talabchan va kasbchan bir tadqiqotchi edi. Men Rayla bilan vatandik chaqda bir necha qatim ba'zi xizmatlarda birga bo'ldik. Ham uning qilgan ishlaridan xabar topib turdim. Hamda mening kasbim rejissor bo'ldi. Rejissor bo'lgachqa men 2000 yıllarının başlarından ta ki ahırlarıç boğarlıqda Uyghur məşrəblərini, Uyghur muqamlarını qiziş, rətləş jaryanıda cıq əmgəklərə qatnaşdım. Anından keyin höccətlik film Uyghur mədəniyyəti, yəni Uyghurlardan şu dövlətlik qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına kirgan 48 tür var. Şu türlərninki höccətlik film işleniş jaryanıda Rayla bilan bir neçə qatim biz birga ishladik. Endi bu jarayonda biz Ma'kitilda yakelda mashrabni suratga olganda shu Rayla anglab ashuni beribdi ekan. Berib ashada tang suratga oldi, material to'pladi, shu jarayonda ancha-muncha paranglashdik. Andikin o'zining nima uchun maza tadqiqoti qiziqib qolganligini so'rdim men. Chunki bu biz kichigimizda hammamiz shu bizning dematliklarning hammamizga ayon bu maza mashoyixlar to'g'riliq afson rivoyatlar jiq bizda. Hatta mazadın naiti onun nisbeten naiti bir xil hürmet, qo'rqish, andikin o mazalını ulug'lash, aşında näsi biz naiti küçlük bir xil sırlıq to'yildigan näsida. Lekin nurg'un yerlarda aşında namsiz xalqlar cho'qinadigan, tarixini ba'zi bilib, ba'zi bilmaydigan, ma'lum bir diniy qahramonlarga masalan Nazir Ali deydi, Arslan Xon deydi, diniy tarixiy shaxslarga bog'langan aslında mazalar var. Ama bu mazalarni bu tadqiq qilish, buni bir ayol kishi sifatida hamda tadqiq qilish, shu mazalarni tekshirish, aşı narsalarninki Uyg'ur madaniyatida nihoyatda muhim bir qimmatlik bir tarixiy miros ekanligini tunib yetish, bu xilila bir odamdan bir kasb yoki bir ma'lum bir narsaga diqqatini markazlashtira oladigan bir fazilat, xislat talab qiladi-da. Ama bu Rayla şunu deb paranglashib shu ayni chaqda masalan bu shu 49 Xitoy kommunistleri kelishdan burun bizda hamda shu maza saylisi deydigan nihoyatda hayvatlik har yili shu Ramazon mezgillarida o'tkaziladigan bir cho'ng bir faoliyatlar bo'lgan. Uning tarixiy xotirlarni bor, chet-elliklarni yozgan bu haqda. Nihoyatda jiq odamlar shu Xotandan chiqib toki shimol Turpan, Tuyuq hujamlargacha necha oylab safar qilib shu mazalarni tavob qiladigan bir odat bor endi. Shuning bilan bu Rayla shu o'z tadqiqot jarayonida shu mazani tadqiq qilishning Uyg'ur madaniyatini
Uyg'ur tarix madaniyat tadqiq qilishning muhim bir ochqich ekanligini his qilgan. His qilib shuning bilan bu mazaga kirishgan. Hamda nurg'a odam chaqchaq qilib ba'zi bu kasb sohasilar deydi. Hamma bizning vatandagi hamma mazaning birdan shayxi bor. Ammo uning bosh shayxi Rayla Davud deydigan. Nimishqi desa, u hamma mazalarga berib, dangliq mazalarning hammasiga ashlarning tarixini o'rgangan, ashlarning haqidagi rivoyatlarni, hikoyatlarni to'plagan. Ham buning bilan qolmay, andan keyin o'zi suratga olgan. Endi bu jihatda bizning ozroq kasbdoshlik xarakterimiz bor endi. O'zi nurg'unlagan shu Uyg'ur madaniyatiga oid materiallarni apparatni ko'tarib, nega bas qo'lda bir apparat bali bor endi. Shularni suratga olgan, videoga olgan. Andan keyin bir turkum o'quvchilarni tarbiyalagan, o o'quvchilarning ichida ba'zilari biz bilan birga ishlaganlar bor, shu surat kelish, operatorlik sohada. Andan keyin bir yilni satda menga xabar qilib ekan shu chaqiliqni Chachandan Xotanga bir padichilar 40 necha kunda shu padi ko'chirdi ekan. Agar shu mumkin bo'lsa, ashuni bir hujjatli film qilib bir ishlagan bo'lsak, ashuningga siz bir imkoniyat qila olamsiz deb. Keyin u ish sharoit tufaylidan amaliyalashmay qoldi. Ammo ashi darajada hamda bir talabchan bir tadqiqotchida hamda mening bakkalqi o'rimtimni qo'zg'ini hamda bizda aqchan tadqiqotchilar jiq Uyg'ur millatining tarix madaniyatida tadqiqot olib borgan. Ammo ba'zi tadqiqotchilarningki zodi nima tadqiq qilganini toz bilgili bo'lmaydi. Chetilish dairasi biroz kangri, andan keyin hamma sohaga chetiladi, jiq natijalarni yoritadi. Ammo manda bir narsaga cho'nqurlab kirib, shuni tutib, oxirgi chiqmoq hamda bir odamdan jiq bir ijtihod talab qilgan bir ish. Şoň hem Rayla Davudninki Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqotida, folklor tadqiqotida, insonshunoslik tarixi, insonshunoslik tadqiqotida qo'shgan töhfesi bak muhim töhfalarni qo'shgan. Hem Rayla haqiqatan hem o'zimi odatda bu siyosiy masalalarda anayti ehtiyotchan bir ziyoli o'zining tadqiqotiga bakrak ko'ngil bildigan, o'zininki shu qanday qilsam o'zimning kasbim orqali xalqimga bir ish qilib beralayman, qanday qilsam o'zimning kasbim orqali Uyg'urning madaniyatini qo'g'dab yoki tadqiq qilib bir natija chiqarman deydigan bir tadqiqotchi edi. O'zim aqlliq xonim bo'lg'achqa odatda unda bakkalqi siyosiy u bu narsalarga sezgur ehtiyotchanti. Endi bu oxir bu bunda tuyuqsiz yo'qolib ketishi hamda hozir faqatla oqibatini bilmadik. Shu hamda jazolanadigan shunday bir ehtimollik cho'ng hamda. Shunda avolasida hamda buningki Raylaning bunda jazolanishi hem de Xitay hükümetinin aniq bir pozisiyasını bildirdi hem de. Yani meyli kimli bol Uygur'un tarihi, medeniyeti, kimlikini kadirlisen sen bizden düşmanımız. Bunun biz yol koymayımız diyen bir signalını bir vatıda hazır hem de. Elbette yani nurgunluğun Uygurlarının sarkıl adamları hazır türmede capa çekivatıdı, kıyınlıvatıdı. Yani bu işlerin hemmesi fakat şu Uygur medeniyetini, Uygur tarihini qoğduğallık için o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilganlik uchun shunday bo'ldi. Shunga ham Rayla Davudga haqiqatan biz Rayla Davuddek tadqiqotchilarning emeğini qadrlashimiz, ularni doim yod etib turishimiz kerak. Bugungi kundagidek shunday bir madaniyat bayrami munosabati bilan shunday bir aslash faoliyatining o'rinlashtirilganligi nihoyatda yaxshi bir ish. Rahmat. Rahmat. Boshqa? Rahmet. Doğru deysiz. Bu ziyadelerimiz asan yetişmeydi. Ama yanıla kıvatkan işi özünki kesbinin bir parçası hemdi. Özü şu kesipte okup, Xitay kurgan mekteplerde okup, Xitay açkan üniversitelerde okup, onun bu kesiplerini tallap, özü tadqiq qilib, şunda kıvatkandı. Ama akıbeti hazır eniq emas hemdi. Eğer kanunga hürmet kıldıgan kanun bar bir dövlet bolgan bolsa, allaqachon onunki günahı nime halk deyilgen bolatdy. Halkka bunun günahı şu vejiden bolmuşunda tutup turuladı yoki işte bolatdy degen bolatdy, ama hiç qandaq bir ifade bildirmedi. Hazırgacha yo'qolib ketdi hamda. Bu hamda qarang'u cemiyetlerde bo'lgan narsa, insanların tuyuqsuz yo'qolib ketişi, faqat ailesiga yoki yaqinlariga hech qanday ma'lumotning berilmasligi
faqat və faqat qaranğı hökumətlərdə, cəmiyyətlərdə bolduğan bir əhval deyimiz. Hem de bizim ziyalilerimiz hakikaten aşındaq qiyin ahvallarda yetilib özününki şu medeniyet üçün yoki belki dünya medeniyetinin bir parçası deb qarğanlığı üçün şundaq tirişçanlıqlarını köstüb qoyatqan deyib. Bularning birisi Abduqadir Jaloliddin nait yaqinqi zamandagi yetişib chiqqan Uyg'ur mutafakkirlarining birisi. Şu Uyg'ur mutafakkirlarining biri bo'lish sifati bilan nurg'un tadqiqotlarni ifade hamda mushahda biz azraq ziyalimiz haqida to'xtalib o'tamiz. Marhamat. Avazınızı ecretken bolsanız Adil. Abduqadir muallim to'g'risida bu yerda o'tirish eng oxirgi qatim gap qilganman, lekin shunda o'zim mandaq bildiganlarimni o'rtoqlasha. Abduqadir muallim bir muallim, shoir, adib, ijodiyatchi, cho'ng bir ziyoli deyishga bo'ladi. Abduqadir muallimning bu ijodiy hayotini bundaq bir necha yig'inchoqlashni muvofiq ko'rdim. Birinchi Abduqadir muallim tunji qatim shu she'riyat bilan bu ijodiy sohaga kirib kelgan desak bo'ladi. Masalan 1982-yillarda shu gongi she'rlardan o'tira chiqishga boshlab Abduqadir muallim shu sohaga kirgan desak bo'ladi, she'riyat nimasiga. Shu Abduqadir muallim o'shalarga gonga, chashma, klassik va g'azal qatorli uslublar nurg'un she'rlarni yozgan. Masalan 1993 Sharob tumuri, 2003-yili Ko'ygan dengiz qatorli she'rlari to'plami zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan mamlakatda. Bu to'g'risi izlashlar pag'alla Abduqadir muallimning to'z parchadek she'r yozganligini deydi. Abduqadir muallimniki shu til ishlatish jihatdan cho'ng yuqori saviya ekanligini muayyanlashtirilgan ahvollar bor. Hatto Abduqadir muallim bir necha she'rlar xalq qo'shiqlari o'xshash keng yeyilib ketgan. Masalan, Vatan bilan iymon to'g'risidagi she'ri haqiqatan bizning necha ming yillik xalq qo'shiqlari o'xshash bir xalqni qadim cho'nqi yig'ilgan. Bundan başqa şiiriyat sohasiga bu ijodiyatim başqa nimaga kelsak, adabiyot nazariyasi. Abduqadir muallim men o'zim tanishib qolgandek, bu Ma'rif instituti bilan Pedagogika universitetida ishladi. Uzun yil tadqiqotchi, o'qituvchi bo'lib. Shu jarayonda shu universitetlarningki jurnallarida tadqiqot maqolalar e'lon qilgan bo'ldi. Hammamiz bilamizki, bu bizniki vatandagi oliy maktabda o'tilgan adabiyot nazariyalari ko'pincha Sovet ittifoqidan ve Xitoyning adabiyot nazariyalari ko'ndirib ketgan endi. Dunyoga shu nuqtadan qaraydi. Ammo Abduqadir muallim shu xalqaro nufuzli adabiyot tadqiqotchisi var. İsmi Reni Velik bilan Austin Warren deyilgan. Onunki u ish bilan yozgan bir adabiyot nazariyasi kitobini Abduqadir muallim o'quvchilarni uyushtirib tarjima qildi. Bu tarjima asari bo'lgani bilan haqiqatan bu Uyg'ur adabiyot nazariyasi sohasida bo'shliqni to'ldigan nihoyatda muhim bir asar hisoblanadi. Bundan başqa Abduqadir muallimning yana bir shu adabiyot nazar qilgan ishi shu Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti saqlanayotgan masalasi bir necha akademik maqolalarni yozgan bo'ldi. Abduqadir muallimning uchinchi cho'ng ishi bo'lsa tarjima sohasida. Bu Tahir Ahmad efendim nihoyatda yaxshi o'qidi. Abduqadir muallim mayli falsafa sohasi bo'lsin, mayli adabiyot sohasi bo'lsin, xili yangilikni talab qilgan asarlarni tarjima qilgan bo'ldi. Bu men nihoyat muhim deb qarayman. Masalan, hukmdorlar dasturi, Aflatun paranglari, Zoroastr shundoq deydi, g'oyibi davlat, o'lim razil emas, qizil xat, hayvonlar qo'rqi. Mushu asarlarni Abduqadir muallimning o'zining layoqatini va shu dunyo adabiyoti va falsafasini tushunadigan bir qobiliyatini aks ettirgan muhim asarlar deb o'ylayman. Ya'ni g'arb falsafasini tunishtirishda Tahir Ahmad efendimning Beijingda o'qiyotganligi to'pisi cho'ng. Hatta bir esir var, modernizm münasebetlik. Abduqadir muallimning o'xshashlar bu sohada to'pisi var deb qarashga bo'ldi. Lekin Abduqadir muallim bir muallim hamdi. Onun ustiga Abduqadir muallim bu adabiyot dars tuzishga to'liq taratus maktablarinikida cho'ng to'pisi var. Sayohat adabiyotida muhim to'pisi deb qaraymiz. Masalan, klassik adabiyotidan batdi bu. Tarix reshidagi bir qism bayonlar, Baburname, Ahmed Ziyon'daki Ladakh yo'ldagi karvan, bu bir sayohat edebiyotining muhim namoyandalari hisoblanadi. Bu uzilib qolgan. Abduqadir muallim Yaponiyaga bordi, Angliyaga bordi, mush orqali hem kimlik to'g'risida, hem madaniyat to'g'risida ikki madaniyat selishtiradigan bu izlash buzuq, o'zini izlash buzuqisi, uning mavjud tashnasis gibi bunda asarlarni yozib chiqqan bo'ldi. Amaliyotda bu biz
bekinmalab turayotgan bir Uyg'ur xalq nisbatan Yapon gibi, Yaponga o'xshash, Angliyaga o'xshash taraqqiy topgan ellarninki madaniyatini selishtirib turib yezishma biz uchun dunyoni kuzishdan bir ko'znak echib turdi. Abduqodir Mo'minning yana bir to'pisi populistik maqola yoziqchiligi. Buni ham Abduqodir Mo'min o'zi berganmi yoki adiblar yoki tahrirlar berganmi to'g'ri bilib ketmayman, ammo shu populistik maqola yoziqchilar Abduqodir Mo'minning to'pisi xeyli zo'r deyishga bo'ldi. Ya'ni shu Uyg'urlarninki ichinishli realligi, krizislari, cho'ng bo'hronlari, saqlanayotgan nurg'un masalalarini o'sha tanqidiy uslubda ichib bergan nurg'un asarlarni yozgan bo'ldi. Buni Aqtam Umar yozgan edi. Onun için Abduqodir Mo'min xil yuqori palla ko'tardi desak bo'ldi. Edebiyat leksiyalari. Abduqodir Mo'min o'zi bir muallim. O Ma'rif instituti vaqtida nurg'un viloyatlardan o'qituvchilar keldi, tarbiyaladi. Abduqodir Mo'min leksiya berdi. Bununla bo'ldi qilmay bizning vatanimizning har qaysi viloyatlariga, maktablarga ko'rib, taraf-tarafda edebiyat leksiyalari to'g'risida nurg'un leksiyani so'zlab, edebiyat o'qituvchilarininki nisbatan yangi bir tunish hosil qilish va yangi bir tushuncha hosil qilishda muhim rol o'ynaydi endi. Bundan boshqa Abduqodir Mo'minning obzorlari bu 1992-yildan boshlab Uyg'ur adabiyot sohasida obzor yozishga boshlagan deb bilaman. Abduqodir Mo'min Xalida Isroil, Zo'rdin Sabir, Abdurim O'tkir, Mamti Mushurning asarlar qilib yozgan obzorlari intayin xilli bir salmoqni egallaydi. Uning ijodiy asarlarima hozir deb o'tdim. Masalan, Abduqodir Mo'min 1997-yil yozgan Aql nevisi ve şeytan nomli asari mush adabiyot asarlarini analiz qilishda nihoyat muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Biz Abduqodir Mo'minninki mushu sohadagi nimalarini ijodiy va adabiyot asarlarini yig'inchoqlab aytgan vaqtimizda shu vatanimiz Uyg'ur xalqininki, Uyg'ur jamiyatininki realligini bulatmalık asaretten ibaret. Mushu realligini vastılık yollar bilen, yani üzünki şiiriyeti bilen, üzünki edebiyat eserleri bilen, üzün obzorları bilen, üzünki dünyanı, yani bir neçe devletini kezigendeki, seyahat kılgandaki təsiratları bilen yürütüp birişki tirişkan. Yani bizim Uygur halkı bilen çeteldeki nurgun medeniyetlik milletlerini seliştiriş arkalık bizge yeni bir hukuk, yeni bir köznek, yeni bir nokta nazar, yeni bir düşünüş şeklini, analiz şekli, tefekkür şeklini yürütüp biriştirişken. Yani bu bir ziyalının kılaylığı en çoğun iş dep qarayman. Çünkü ziyalının kulda kalem var. Cemiyetin çoğunluğu küzüteleydi. Biz göremeyen meselelerini ula küzüteleydi. Küzetken neslerini bizge muş eserleri yürütüp durdu. Şu an Abduqodir Mo'minninki eserlerini muş noktadan qarasak dep qarashini muvaffaq ko'rdim. Belki Tahir Ahmet tarafından texmi yaxshi bo'ldi va ahvollarni to'liqlisi bo'ldi. Ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi xulosaladingiz. Abduqodir Jaloliddin haqiqatan Uyg'ur xalqininki yaqinqi zamonda yetishib chiqqan nihoyat mo'l usulliq haqiqiy mutafakkirlarning birisi deyishga bo'ladigan bir ziyolimiz. Onunki özünü izleş bolsoğusida degan əsrinin özüla bir ziyalilarninki adətən millətinin içini, teşini, ötmüşünü, hazırını, keləcəyini mi biladigan, şular haqqida fikir yurgizadigan bir kişiler ekanligini o'ttirib qo'ydi. Hamda mencha shu Adiljon deganga o'xshash Uyg'ur xalqi shu ziyolilarimizning asarlarini vaqt chiqarib bir o'qib chiqsin, yani hammasi o'qamasimi shu vakil xarakterlik asarlarni bir o'qib chiqsin, yani Uyg'ur xalqini tushunish, o'zining xalqiga bo'lgan balki muhabbatini oshirdi, o'zining madaniyatiga bo'lgan muhabbatini oshirdi. Shuni men umid qilaman. To'liqlaydigan bu haqda mehmonlarimiz bo'lsa marhamat. Tahir efendim. Avazınızı echivəsiniz. Ben bir azroq to'liqlama beray. Endi bir millat qilib turadigan uningki ma'naviy to'riklari bo'ladi. Masalan, biz Uyg'ur deganda doim Mahmud Qashqari, Yusuf Qasojib, Alisher Navoiy degandek odamlarni sanaymiz.
Agar bunda bir ideya ishlab chiqargan yoki bir millatning asosini tug'izgan odamlar bo'lmasa, bu millat bak qiyin uningki mavjud bo'lib turishi, o'zining bir tarixini, amaliyotda tarix degan shu madaniyat tarixi amaliyotda. Buni tiklab turish nihoyat qiyin bo'ladi. Biz endi buni boshqa millatlarda yaqinqi zamonlarda milliy davlat qurgan nurg'un millatlarning vujudida ko'rdik buni. Ular o'zini qanday qurganligini, qanday qurishga uringanligini. Endi bu nihoyat muhim bir masala. Endi bu Uyg'urlarningki 20-asrda boshlangan bu oqartish harakati texi oyoqlashgani yo'q. Bizning bu jaddidchilik harakati texi oyoqlashgani yo'q. Endi bu nimishqa bunday deymiz desa, chunki 20-asrning oldingi yerimi Uyg'urlarning butkul tarixidagi eng qorong'u davri endi. 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlari. Ham bu oqartish ashunda bir jaddidchilik ashunda bir mezgilda barliqqa kelgan. Gerçi tamamen jaddidchilik shu mezgilda tutgan bo'lsa-mu, ammo millatni millat qilish, ya'ni hozir zamonga xos bir millat qilish, oqartish tehi davomlashib menyotir. Chunki biz tarix to'xtamay mustamlikachilarningki bu shunda ziyolilarni, boylarni, aqlli odamlarni to'xtamay xuddi kudini qirqqandek qirqib manganligini ko'rdik. Ham har bir davrdagi ziyolilar o'zi mush mas'uliyatni ustiga oldi. Endi bu ba'zilari angliq oldi, ba'zilari angsiz mushunda bir mangdi. Hem de Abdülkadir Jaloliddin hem de aşında bir şu Uygur azık zaman medeniyet tarihida, azık zaman medeniyet turmuşida aşında bir rolunu ötegen adam bu. Mundaq aytgan çağda bir aqartish, yani milletni davamlıq bir xil uyg'otish, aqartish tarafdori bo'lib turgan. Hamda buningki qilgan bütün xizmatlari, boya Odiljon tunishtirib o'tdi, mayli uningki adabiyot asarlari bo'lsin, nazariy asarlari bo'lsin, tarjimalar bo'lsin, hammasi uning ash ideyasini markaz qilib, ashunda mangan. Shu hamda bu jihatda hamda Abdülkadir Jaloliddinninki Uyg'ur azık zaman aqartish va fikr ishlab chiqarish, ideya ishlab chiqarish, ya'ni azık zaman xos bir millat shakllantirishda ziyolilarninki qilish tegishlik, o'ynash tegishlik roli jihatda ko'rsatgan ajri, qilgan amaki nihoyat ko'p. Rahmat. Men bir qisqacha bir narsa qistirib qo'ysam bo'pti, muhim deb o'yladim endi. Bu ruxsat bormi, Mehbrat xonim? Ba, ha. Marhamat. Abdülkadir'in yakın durgan bu o'quvchilar batdı. Ufuk ağinlerinden de. Ular bilan biz paranlaşıp qalganda Abdülkadir mındaq bir xotirasini deb o'tgan, servisini. Şu 90-yılın başlarında Abdülkadir ma'lum bu Janubiy Qubuq, Urumchining Janubiy Qubuq rayonidan Yanan ko'chasiga qarab menayotgan chaqda bir tilamchi uchrab qoldik, Uyg'ur tilamchi. Shunga Uyg'ur tilamchi pul so'radi. Abdülkadir mana bu vaqtda bir necha ozgina pul bergan. Shu tilamchi bir xil men istamagandek Xudoyim bismillah podshoh qilgan juma deb bir gapni qilgan o'xshaydi. Abdülkadir ma'lum shat turibla, agar men podshoh bo'lgan bo'lsam, sen hargiz tilamchilik qilmayding deb ekan-ku. Endi 1930-yil boshlarida Abdülkadir ma'lum shu Uyg'urlarningki haqiqiy mundaqlik asoratdan iborat reallikni ko'rib yetgan odam bo'lgan bo'lg'ashqa tilamchilar o'tirishni dialog o'tab ekan to'q. Ya'ni agar divan ekanda u siz agar bizningki siyosiy taqdirimiz, agar bizning qulimiz bo'lgan bo'lsa, boshqarish, hokimiyat, sarigiz bundaq bir tilamchilik tushib qolmaydi demakchi endi. Demak, sho'g'unim hozir Tahir Ahmad apanim deb o'tdi. Bizning realligimizni shundoq ko'rish orqali odatdagi bir tilamchilik bo'lgan dialogdimi o'zinki maydonini oqartish ideyasini ifodalaydi demakchiman. Bu muhim deb qarayman. To'g'ri deysiz. Men bu mazmun mishaga Abdülkadir ma'lum to'g'riliq gap bo'lyotidi. Men Ma'rif institutida o'qiyotgan vaqtlarimda Abdülkadir ma'lumning leksiyalarini ko'p anglagan. Hem o çağda men ingliz tili öğreniş üçün bağan o yerga. Her günü sahar çıkıp şu o'quvchilarning tantarbiya chiniqish maydonida ingliz tili o'rganatdim da, tekstlarni o'qib. Ma'lumning uyi ham da shu Ma'rif institutining oyliklar qorosida. Deganda uchrab qoladi to'la. Salom beradi, ma'lumni hurmatlab, "Muqsam, nima ish qilyapsiz?" deb so'rdi. Bu ham mening o'zim bevosita ma'lum bilan so'zlashgan aslimam. İngiliz tili o'rganyapman, mustaq aspirantlikqa imtihon beray deb o'yladim.
Desem neyim kasbida o'qiysiz dedi. Tilshunoslik kasbida o'qay deyman desem siz bu kasbni kirmak oson deb tanlab qoldingizmi yoki shundoq bir qiyinligini bilibmi kirib o'qiydayotamsiz? Bek tez kasb bu dedi. Shuning bilan men shuni qiziqaman dedimda. Desem yani birisi yani bek yaxshi tirishib o'qiytibsiz, tirishing degan bilan qo'shib hozir biz odamlarni tarbiyalashda millatimizda shu bozg'on bilan so'qsaq shamshar emas qalam turashmi chiqmayotidi degan bir gapni bir qatim deganda bu gap mening kallamda hozirgacha bozg'on bilan so'qsaq shamshar emas qalam turashmi chiqmayotidi degani muallimning shu jamiyatda shu odamlarni tarbiyalash shu o'qituvchi bo'lish jarayonida biz tarbiyalab umid qilganga tushliq yangi avlod yetishib chiqolmaydi deganga qanchalik darajada o'kinganligini ifodalaydi. Hozirgacha o'ylayman, hozirgacha menga mushu bir eg'iz gap shunchalik ta'sir qiladi. Ajab bir mushu muallimlarimiz o'ylagan yerdan chiqolmayapmiz, biz texnik ko'p narsalarni ijod qilolmayapmiz deb. Mushundaq bir sharoit tug'anda mana endi bu Xitoy har bir qadamda bir o'rlab chiqqan vaqtda bir qatim bayam Toyiram apandim degandek xuddi küdünü qırqıgandek kesip qırqıp ziyolilarimizni yo'q qilib menyapti-da. Mushta bo'lgandan u arzu armonlarga yetolmayapmiz. Endi yetishib chiqqanda yana qirqilib ketib bordi. Shu mush Abduqodir muallimning mush gapi mening quloq tubimda hozirgacha jaranglaydi. Buni meningcha har birimiz esimizda chin saqlashimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Pek eslemike bu hakikaten bütün Uygurlarınki anlap bu ziyalimizinki köngünü düşünüp özünün üstüge düşken vazifesini orunlaşı noktasına ait muhim dep oyladım. Şu emdi hayat kağalla hazır emdi bizim yaşlarımız, bizim ballarımız qandaq terbiyeleniş gerek. Her bir ziyali, her bir özünü aşnayıp şu çetelde yaşavatkan şu Uygur dep qaragalla oylaşqı tegişlik naitdi muhim suallarning birisi. Bundan keyin nima qilish kerak ekan? Men nima ish qilaman? Mening avlodlarim nima ish qildi? Mening ballalarim nima ish qildi? degan nuqtada cho'qim o'ynash kerak deb o'ylayman. Endi bizning ziyolilarimizdan naiti nurg'un oxirgi zamonlarda yetishib chiqqan naiti sarxil ziyolilarimiz bor. Bir yozuvchimiz Farhod Tursun. Bununki endi jamiyatda mencha endi men adabiyot baholag'uvchisi emas. Menga bo'lgan ta'siri endi nayt ilg'or fikrlik, naytimi oldida mangan, oldida ketib qolgan bir fikrga ega bir yozuvchimiz deb o'ylayman. Farhod Tursun haqida endi uningki xizmatdoshlaridan va maktabdoshlaridan Tahir Hamid efendim merhametsiz azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Buludu. Yazgıcı şair Farhod Tursun hem de aldığından azroq bunun alayligini tushunish uchun kichikgina qisqacha bir tarjimalini so'zlab bitishga to'g'ri keldi. 69-yili tug'ilgan ekan, 14 yoshida Markaziy Millatlar institutining hamda hozirgi Markaziy Millatlar universitetininki Uyg'ur tili adabiyot kasbiga qabul qilinibdi ekan. Qabul qilinib, shu maktabda o'qishib turgandan keyin Abdunum rayonluq ommaviy san'at sarayi da tadqiqotchi bo'lib, ya'ni xalq san'atini tadqiq qilgan bir tadqiqotchi bo'lib ishlagan, toki 2018-yilning 5 tutilgacha. Orada hamda 2006-2007-yildan 2012-yilgacha yana shu o'zining ona maktabida Markaziy Millatlar universitetida klassik Uyg'ur klassik adabiyotida dastlabda magistrlikni, keyin doktorlikni tamomlagan. Hamda Farhod Tursunninki ijodiyati nayt o'ziga xos bir ijodiyat. Hamda Farhod Tursun Uyg'ur adabiyotida nayt o'zgacha yo'l tutgan bir odam. O'zgacha yo'l tutgan bir yozuvchi ham shoir. Hamda Farhodninki vatanda muhabbat liriklardan 100 parcha degan bir she'rlar to'plami, ananikin Masih cho'li degan bir povest to'plami, andan O'luli san'ati degan bir romanni nashr qilindi.
Keyingi mezgilde 2002 yılın aldıda 2020-2021 yıldır olsa gerek. Yani dostlar tarafından onun bir hikayeler toplama, bir nesir hatırlar toplama, andan keyin Çoğun Koça degan, nima, Çoğun şehir degan bir romani nashr qilindi Turkiyada. Andan keyin 2021 yılı onunki Arq Koça degan bir romani ingliz tilida tarjima qilinib, Kolumbiya Universiteti nashriyat tarafidan nashr qilindi. Endi Parat endi 2014 yılı vatanda Aflatunning Gurjiki degan bir hikoyasi bilan Xantan adabiyot mukofotiga erishgan. 2022 yılı yani bultur Shivsiya qalamkashlar jamiyati tarafidan turmadagi yozuvchi va nashriyatchilarga berilgan Tocholiski mukofotiga erishdi. Bu manayeti katta bir şan şeref, bir xalqaro nomi bor bir mukofot. Endi Parat Tursunninki Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur hayotida, Uyg'ur san'atida tutgan o'rni biroz alohida hamda. Endi bu Parat endi Uyg'ur adabiyotini endi sizlarmi yaqinlar adabiyot bilan munosabatlik o'rtog'lar bilishingiz mumkin. Uyg'ur adabiyoti 49dan keyin Sovet ittifoqining adabiyot ta'sirida va keyingi mezgilda Xitoy adabiyotining ta'sirida 80-yillardan keyin ancha-muncha g'arb adabiyotining ta'sirida shunday shakllangan bir adabiyot hamda. Albatta uning o'zimizning tarixini, adabiyot tariximizdagi yiltizni uni deyishning o'rni yo'q. Shunga ta'sirga uchragan. Endi shunda bo'lg'achqa bu Xitoy kommunistlari bizningki mustamlikachi bo'lib almashgandan keyin bizning adabiyotimizda izchil turda bir xil ijtimoiylikqa bakrak ahamiyat berilgan, personajlar yaxshi odam, yomon odam deb ayrıladigan adabiy asarlarda ijtimoiy turmush ko'proq bayon qilinadigan, kishilarning kunlik turmushlari, ijtimoiy munosabatlar, aloqalar shunda bir yo'lni tutib kelgan. Endi balkim hammamiz o'rta maktab adabiyot darsida adabiyot degan nima desa, adabiyot ijtimoiy turmushning yozuvchi mingistik inkosi degan nimani formulani, bu qoidani jiq o'rgangan. Shunda bir aniqlama berilgan. Shuning bilan hamda Uyg'ur adabiyoti shunda mangan, ammo Uyg'ur yozuvchilari to'xtamay shu Uyg'ur adabiyotini o'z millatininki, o'zininki ma'naviy dunyosini ifodalash va shu ma'naviy dunyodagi estetik ejir qashni qandirish uchun davomlashtirib mangan hamda. Endi Parat Tursun hamda mushu asosiy iqimdagi Uyg'ur adabiyotiga o'xshamaydigan bir yo'l tutgan. O'xshamaydigan o'zgacha bir yo'l tutgan. Ya'ni endi birinchidan endi Parat Tursunninki asarlarininki bosh temasi asosiy iqimdagi Uyg'ur adabiyotining bosh temasidan farqlanadi. Endi asosiy iqimdagi Uyg'ur adabiyotining bosh temasi ko'proq axloq tema, ijtimoiy tema, andan keyin hatto Uyg'urlarning tarixidagi ma'lum bir mezgillik tarixiy voqealarni bayon qiladigan tarixiy tema, keyingi 80-90-yillardan keyin maydonga kelgan yildizni izlash tipidagi, masalan Aqtam Umarning, Xolida Isroilning, Mamti Mushurning, Mamti Bag'rash degandek o'shunda bir turkum yozuvchilarningki yildiz izlash, ya'ni bir millatninki yildizni izlash tipidagi manda bir asarlardan farqli holda Parat ko'proq falsafiy bosh temalarga bakroq qiziqqan. Ya'ni bir insonning mavjudligi, bu dunyodagi yolg'izligi, teng'irqishi, hatto tragediyasi degandek taraflarga bakroq ko'ngil bo'lgan. Uning asarlarininki bosh temasida bu nuqta nihoyat yorqin aks etadi. Albatta, u bir Uyg'ur yozuvchisi bo'lish sifatida ba'zida shunday milliy tarixiy yoki milliy ijtimoiy siyosiy temalardan xoli bo'lmagan. Masalan, uning qasida degan bir she'ri bor. Bu she'r inglizcha tarjima qilinib, ingliz tillik adabiyotdami, g'arb adabiyotidami, g'arbdami xeyli cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Bu she'rda Uyg'ur tarixiga hurmat bildirgan. Ya'ni Uyg'ur tarixidagi tragediyalarni bayon qilib, shu tragediyalarga o'zining bir xil istoshligini, bir xil o'zininki bir xil samimiyatini ifodalagan. Ondan Tarim daryosi degan bir she'r bor. Bu she'r 2009-yili Urumchi voqeasidan keyin yozilgan bir she'r. Ya'ni bu Xitoy mustamlikachilariningki Uyg'urlar chiqib ketsin, Uyg'urlar Abnun rayonidan chiqib ketsin,
Uyg'urlar nega kelgan bo'lsa shu yerga kelsin, Uyg'urlar bu yerning asli aholisi emasdi degan bir siyosiy mavqega qaytgan bir javobi bu. Bir shoir sifatida. Demak endi bu başlayımız cihetdeki alayligi Farhod Tursun'unki. Endi Farhod Tursun'unki bu eserlerinki endi bu ifadalash usuli jihatimi an'anaviy Uyg'ur adabiyotidagi ommabop uslubga o'xshamaydigan bir yo'l tutgan. Ya'ni bu ko'proq xiyoliy tuyg'ularni, ong iqimi odamning ichki dunyosiga yurish qilgan. Ko'proq psixik tasvir ichiga yuzlangan bir xil holatni ko'proq tasvirlashga kuchigan. Endi biz ham adabiyotni nima deymiz desa, insoniyat turmushini til orqali ifodalaydigan bir san'at deymiz hamda. Ham bu yerda turmush degan yalnız bu ijtimoiy turmushni ko'rsatmaydi, odamning ma'naviy ruhiy turmushini ko'rsatadi. Ya'ni uning odamniki ma'naviy ruhiy turmushi ijtimoiy turmushdan sirtqi ko'rinish qargan chog'dimi, texnik mohiyatli bo'ladi, falsafa nuqtasini aytgan chog'da. Shunga bu Farhod ko'proq o'zining diqqatini ashunga qaratgan, ya'ni psixik tasvirlarga qaratgan. Andan keyin hamda 3-chi alayligi Farhodningki Uyg'ur adabiyotida yangi bir estetik xohishni shakllantirgan bir to'pisi bor. Ya'ni bizda hamda shu burundan tortib Aristotelningki ta'limotlari g'arb falsafasidagi qadimgi grek filosofi Aristotelningki axloq, bilim ta'limotlari O'rta Sharq orqali, ya'ni islom dunyosi orqali bizga taqilib kelgan. Bu uzun yil bizda hukm surdi. Ya'ni bilimlik adam axloqli bo'ldi, axloqli adam go'zal bo'ldi. Ya'ni bilimlik adam axloqli bo'ldi, axloqli adam yaxshi bo'ldi, yaxshi adam go'zal bo'ldi deydigan. Endi bu keyingi mezgillarda bu ko'z qarashga nisbatan jiq g'arbda jiq munozirali bo'lgan, ammo bizda bunda bir xil xohish, bunda bir xil ko'z qarash biz shu turda ta'kidlab an'anaga aylanib ketgan. Hozirgacha ashundoq mangdi. Masalan, bizning naqshimiz bor. Bu yoq bilan teshingni bo'yig'icha ichingni bilim bilan zinnatla. Hatto Mahmud Qashqin Turklar divanida to'xtamay bilim o'rgan deydigan gaplar nayti jiq bizdamda. Ya'ni bilimninki axloqli munosabati, axloqninki bir xillik odamniki yaxshi yomonligi, go'zallik bilan bo'lgan munosabatni bog'laydigan bir odat bor. Endi Farhodning adabiyotida hamda Farhodning asarlarida bunda bir xil estetik, bunda bir xil qarash buzib tashlanib, odamninki murakkabligi, odamning aniqsizligi, bir odamning ko'p qirligi, andan keyin bu axloq bilan bilim bilan bu yaxshilikning, go'zallikning ayrim bir narsalar ekanligi bir xil parchalangan. Ya'ni Uyg'ur adabiyotidagi ba'zi dogma, ba'zi biroz qatmanlashgan ba'zi narsalar buzib tashlangan. Endi bu biroz cho'nqurroq hamda bu adabiyot nazariyasiga oid masalalar. Endi bu yerda bir ommaviy so'rinda buni bak cho'nqurlab kirib ketishninki cho'ng ahamiyati yo'q. Shunga hamda bu Farhodningki shunda bir o'zgacha yo'l tutgan, o'zgacha bir adabiyot an'anasini yaratgan, adabiyot asarlarini yaratgan, uslubni yaratgan bir yozuvchi. Hamda shunda bo'lg'achqa Farhodningki asarlari hozir inglizcha tarjima qilinyapti. Dunyodagi dangliq yozuvchilar, hatto Nobel mukofoti ishga yozuvchilar uning romaniga baholarni yozdi, yaxshi baholarni berdi. Hamda bu yerda Farhodning maydonida aytgan chog'da Farhod bir asarninki ijtimoiy masalalar ko'ngil bilishiga qaragan chog'da cho'nqurroq falsafiy masalaga, mohiyatlik masalalar ko'ngil bilishini va asarning mustaqil qimmati bo'lishini bakrak ta'kidlaydi. Mening uzun yillik do'stim va maslakdishim bo'lg'achqa men obdan tushunaman deb qarayman. Andan keyin Farhod noiti bir demokratik iddiyaga intayin liberalist bir ziyoli. Bu Uyg'urlarningki bir xil demokratik bir xil ongga ega bo'lishini, bir xil erkinlik ongga ega bo'lishini ashunda umid qiladi. Ham shuning uchun mayli so'rovlarda bo'lsin, mayli yozgan maqolalarda bo'lsin, mayli boshqalar bilan bo'lgan munozirlarda bo'lsin, bu maydonni izchil turda ta'kidlab kelgan. Bu nuqta aytgan chog'da Farhod haqiqatan Uyg'ur adabiyot, Uyg'ur madaniyat hayotidagi bir o'zgacha bir holat, o'zgacha bir hodisa deyishga bo'ladi. Keyingi mezgillarda hamda Farhodmi klassik adabiyot tadqiqotlarini shug'ullanib doktorlikni oldi. Garchi mana mushunda bir xil naiti cho'nqurlik ega, o'zgachilik ega bir yoziqchilik uslubi bilan mangan bir yozuvchinimi Xitoy hukumati bo'sh qo'ymadi. Hamda bu yerda nurg'un odam o'ylashi mumkin. Bu Farhod Tursun hadislar shunda xiyoliy narsalarni,
o'y xiyollarni bir odamdan yezibdi. Buningda asarlarda milliy ong degan narsa yo'q ekan, masihchul deb bir narsani yezibdi. Buni dinga qarshi degan gaplar chiqdi. Buningki Uyg'ur adabiyotida qanday ahamiyat bo'ladi bu odamning deydigan fikrlar bo'lishi mumkin. Amaliyotda bir millatning adabiyotida balkim o'xshamaydigan yo'llar bo'ladi. Ba'zi asosiy iqimga aylandi, ba'zi qo'shimcha iqim bo'ladi. Lekin qaysisining muhimligi, qaysininki o'zining qimmati borligi bu boshqa bir tadqiqot masalasi bu. Endi har odam o'zining qilayotgan ishini mening mushim eng qimmati bor deb turib qiladi endi. Masalan, nurg'un odamga Farhod Tursunninki, masalan, Aflatunning Gurjiga degan hikoyasi bilan Xolida Isroilning Oltin kashni qo'ysa, nurg'un odam Oltin kashdan karomat asar deyish mumkin. Endi bu faqat o'qirmanlarningki hissiyoti endi. Ammo adabiyot tadqiqoti nuqtasidan, asarning qimmati nuqtasidan bir san'atkor, masalan, o'zining mustaqil bir adabiyot qimmatini yaratgan san'atkor, u millatning bir qimmatli boyliqi bo'ladi. Masalan, hozir chet ellarda Uyg'ur shoirlarining kim bor desa, da aqtusa bir necha odam chiqadi. Asarlar inglizcha tarjima qilingan, e'tirof qilingan odamlardan. Endi bu naytı bir millat uchun naytı muhim. Ya'ni bir millatning dunyoga tutishib turadigan, ya'ni dunyo adabiyoti tutishib turadigan nuqtasini aytgan chaqda Farhodning o'rni bu naytı muhim. Biz endi o'zimiz ichiga yuzlangan, o'zimiz xush qiladigan, o'zimizningki o'zimiz bilan bo'ladigan adabiyotimizdan boshqa dunyoga yuzlangan, dunyoviy saviyadagi yoki boshqalarni o'qib uzrlanadigan, hatto 100 yildan keyinmi yana o'qisa o'zining qimmatini saqlaydigan asarlarga muhtoj biz. Muhtoj. Bu nuqtani aytgan chaqda Farhodninki Uyg'ur madaniyatiga qo'shgan to'pisi bir xil o'zgacha to'pisi bor. Endi nayt afsus 2018-yilning 5-ida biz Farhodninki tutilib ketganini din xabar topdik. Nima uchun tutilganligini albatta bilmaymiz, bilsakmi unda to'qamlarni to'qish tayyor hozir. Har qanday Uyg'ur ziyolisi bo'lganligi uchun, Uyg'ur bo'lganligi uchun. Endi uning 16 yil kesilishimi mana bu sabab emasdan. Ayni chaqda Yalquruz bilan ikkalan o'tirsda nayt kaskin munoziralar bo'lgan, nayt kaskin ziddiyatlar kelib chiqqan. Lekin hozir bu ikki adibning har ikkisi Xitoy turmusida. Demak hamda bir Uyg'ur ziyolisininki mayli uning qanday bir xil maydonda tursin, mayli qanday ijodiyat bilan shug'ullansin, mayli qanday pozitsiya tutsin, biz hozir umumyuzlik bir xil yo'qolish, umumyuzlik bir xil hujum nishoniga aylanib qoldik. Hamda bu isbotlanib bo'ldi allaqachon. Shu mush nuqta aytgan chaqdimi, biz har bir ziyolilarimizninki, har Uyg'urninki qimmatli odamlarninki qimmatini ayrim ko'rishimiz, bularning har birisining qimmatiga obyektiv, lilla baho berishimiz va bularni qadrlashimiz kerak. To'g'ri deysiz, nəhayət yaxşı məlumatlarını berdiniz. Həqiqətən bir Uyğurlarınki mədəniyyət tarixindən qaraydigan bolsaq, muşundaq nəhayət başqaça fikir bilan özünü ifadələydigan insanlarınki boluşumu çox mutlaq. Indi Farhod Tursunninki mundaq deb oylayman mən əmdi. Ortaq iqim bilan meniş asarak ama hem de ortak iqimning sirtiga chiqish biraz tez. Bu hem de edebiyat tarixida yoki boshqa millatlarning tarixida bo'lgan. Biz ham ortak iqimda mangan yozuvchilarimizni, shoirlarimizni qadrlaymiz. Ham Farhod Tursunga o'xshash o'zgacha fikrlarda bo'lgan, boshqacha tafakkur shakli bilan o'zini ifodalashga tirishgan bundaq yozuvchilarimizni qadrlaymiz. Tahir efendimning deganiga o'xshash. Hammasiga ega chiqishimiz kerak. Hammasi bizningki ziyolilarimiz. Hozir mayli endi munozira deb o'tib ketdi. Albatta bu jamiyatni taraq qildiradigan shu munozira, farqli fikrlarning bo'lishi bir jamiyatni olg'a bostirdi. Agar hamma odam o'xshash fikrda bo'lsa, bu hamda kommunizmninki, sotsializmninki talab qildigani shu. Hamma odam o'xshash yeşil kiyim giysin yoki ko'k kiyim giysin, hammadan o'xshash naqshini aytsin, hammadan o'xshash fikrda bo'lsin. Bu hamda diktatorlarninki qildigan talabi. Bu har xil fikrlarning bo'lishi jamiyatni olg'a bostirdi. Biz hamda biroz o'zimizningki tariximizni, o'zimizningki madaniyatimizni o'rganib, hamda ozroq shunday munozira sharoitini yaratgan chaqda hamda Xitoy buni hiçbir şekilde
ayırıp koymay endi. Hemmini Uygur boğalık için, ziyali boğalık için yok kılışkı tirişti endi. O bir şu Uygur'un medeniyeti ve Uygur'unu o zeminde acizlaştırış, yok kılış. Bunun koşunçu kıldıqanlar var mı? Elbette. Kalay mı? Ha, Şimdi ha, bak. Tahir Ahmet Apamızın yaxşı tepsi söyledi. Onun dipnosigeline bir gap koşuş. Bir normal bilindi ama şunda olsun mu? Binesine koşkum geldi. Biz Tahir Ahmet Apamızın edebiyatın tilsentlerini düşünüp gelgendik. Lekin ama Ferhat Dursun'un ninkelik edeb özgüçü xaslık yaratışı da edebiyatını o bir insanınki ijodkorligi va san'at sohasi ko'tarib muomala qildi deb o'ylayman. Chunki biz tug'ilganda bir Sharq Turkistonda tug'ilibdik, Uyg'ur tug'ilibdik. Bir mustabid hokimiyatni qo'lga tushibdik, asorat tushib qolibdik. O'sha vaqtda bizning bir inson bo'lishimizda bizning haqimizda ota-onamiz bir narsani debdi, Xitoylar bir narsani debdi, o'tmishimiz bir narsani debdi, boshqa nurg'un narsani debdi. Ammo biz bir inson bo'lishimizda nimalarni deymiz? Men dunyoga nima deyman? Ben cemiyetki nima deyman? İnsan haqida men nima deyman? İnsan bu üstünde. Çünkü man bir ijodkor, man bir san'atkor. Man bir narsani yaratliqi, o'tirg'i chiqarg'uvchi, vujudga chiqarg'uvchi. Men bir inson bu üstünde o'zimni ifoda qilishim kerak. Degan narsaniki mandaq mush tarafini biz edebiyotda jiq o'rgatilmagan. Ama Ferhat Dursun efendim men o'ylayman dal mushuni o'zinki edebiyot eserlarida namoyon qilgan deb o'ylayman. Chunki har birisimiz ayrim bir inson. Shunga ayrim inson bo'lganligimiz uchun dunyoga deydigan, Xitoyga deydigan, o'zimiz deydigan nurg'un gaplarni bilishimiz kerak. Balki men boshqa shakl deyish mumkin, ammo Ferhat Dursun efendimga o'xshash bu boshqacha o'ylaydiganlar shu o'zinki uslubi bilan yangi bir narsani belgilaganda. Ya'ni yangilik yaratdiqlar, xoslik yaratdiqlar. Shunga mushu nuqtadan qimmati bor deb qarayman. Rahmat. Rahmat. Undaq bo'lsa vaqtni biroz ching tutayli. Yana bir ziyolimiz haqida azroq ma'lumot olgan bo'lsak, Zulfiqar O'zbash efendim bizningki o'qish va tarbiyalanish Uyg'ur jamiyatida nihoyat yaxshi tarbiyalangan bir yosh ziyoli tadqiqotchimizdi. Umu endi oxirgi hisobda yana Xitoyning turmusida qilyotidi. Gulnar Hanım, sizin anglayın onunla münasebetli məlumatlarını. Buludu, mən bir qısqacha məlumat berey aval. Zulfiqar Barat Özbaş, bu 1975-yili Aqsu Uchturpanda tug'ilgankan bu ziyolilarimiz. Ondan 96-yili yana Şinjan Universitetininki Jungo Tillari fakultetini bitirib, ondan Abnum rayonluq baj idorasida xizmat tushgankan. Hamda bu Zulfiqar kichigidan tortib shu adabiy ijodiyotga qiziqganda 13 yoshidan boshlab hozirgacha shu ijodiyot bilan shug'ullanib kelgankan. Buning masalan yozgan she'riy ijodiyotlari, qisqa hikoyalari e'lon qilinib kelgan izchil turda. Bu birisi. Ham uningdan boshqa bu kishi yana adabiy tarjima bilan shug'ullangan. Yani özü Jungo Tilleri Fakültetinde okuğaşqa Xitay tilidan Uyghur tiliga, Uyghur tilidan Xitay tiliga müştaq tercüme işleri bilen şug'ullangan. Onun hamda tipik tercüme eserlerden Müslümanların ahiretliki, ölüm kölengisi, vafadarlık ve qisas qatarlıq romanları, anandikin romanlarını andın polkovnikqa hech kim xat yazmaydı. Tuncu muhabbet qatarlıq 10 parça meşhur chet el postlarini Uyghur tiliga tarjima qilgan. Bundan boshqa yana 100 parchadan ortiq qisqa hikoyalarni tarjima qilgan. Hamda bu birisi bu kishining adabiy ijodiyat jihatdagi, yana birisi adabiy tarjima jihatda qo'shgan turpisi. Bundan boshqa hamda u baj idorasida ishlab shu yerda o'zining kundalik xizmatini qilib o'tayversa bo'ladi. Ammo Zulfiqar Barat biz millatning g'amini yeydigan bir ziyoli bo'lg'achqa u shu vaqtlarda yana ingliz tili darsi o'tib kash kurslarni ichib shu yerda nurg'un yoshlarni ingliz tilini Uyg'ur tili orqali ingliz tilini tushuntirib bunda kurs ochganda shaxsan menmu ayni vaqtda shu Zulfiqar Barat efendim ochgan sarxush ingliz tili grammatikadan takror degan darsiga men o'zim qatnashgan shu chog'larda. Bu shu grammatikani Uyg'ur tili grammatikasi bilan ingliz tili grammatikasini selishtirib turib, shunday yaxshi tushuntirib beradi-da.
Ana bununla maslashtirib şu ders ötüş jarayonida jug'ilgan tajribalarga asosan 4 tomliq ingliz tili o'qishligi darsligi andan bir canı asqatadigan ingliz tili grammatikasi degan bir kitobi nashrdan chiqqan. Bu hamda onunki şu ingliz tili o'qitishi va tadqiqot jihatda qo'shgan töhfisi. Onundan başqa Zulfiqar Barat yana bir natiq deydi. Bizde natiqlik kasbi deb maxsus kasb texi bir sistemalik chiqmagan. Ama şu nutq so'zlashda alayda iqtidor bor-da. Daim şu ingliz tili kurs açqan vaqtlardami universitetlarda şu nutq so'zlaydi. Onundan başqa bas munoziralarga o'rinlashtiradi yoshlarni. Yoshlarga yangicha bir fikir iqimlarini yeni bir temalarni tashlab bir o'zaro inglizlarda bek ko'p debate deydi, to'liqsizdan boshlab tarbiyalaydi ekan bolalarni. Bizda bas munozira sistemalik tarbiya yo'qdi, ammo shuni Urumchida shu Zulfiqar Barat o'zbash maydon keltirib, universitetlar aro hatto bir qancha universitetlar bir guruhga shakllanib musobaqaga tushadi. Mushtaq bas munozira musobaqalarini o'rinlashtiradi. Ondan keyin shu nutq so'zlash musobaqalarini o'rinlashtirdi. Mayli Uyg'ur tilida bo'lsin, mayli ingliz tilida bo'lsin, shu o'zininki sarxush ingliz tili til tarbiyalash markazi degan shu markazni asos qilib turib, shunda ko'p faoliyatlarni o'rinlashtiradi. Keyin bu kishi hamda shu Amerikadagi Hawaii universitetiga doktorlik o'qish uchun keldi. 2009-yil bo'lsa kerak. Bu yerga o'qishga kelgan hamda tunji hisobda Amerikada o'qigan, tunji jamiyatshunoslik kasbida o'qigan tunji Uyg'ur doktor. U 2009-yil o'qishga kelib, Hawaii universitetida o'qib, 2014-yili o'qish bitirib, vatanga qaytgan. Qaytgandan keyin Xinjiang universitetida shu Tangirtog' olimlari deydigan bir tur bo'yicha shu yerda xizmatga tushganda u jamiyatshunoslikda o'qish jarayonida mesela 2009-yil o'qish keldi. Shu 2010-11dan boshlab vatanda har qaysi ilmiy tadqiqot jurnallarida shu jamiyatshunoslik nazariyasi to'g'risida nurg'un maqolalarni e'lon qildi. Bu jamiyatshunoslikni o'rganish nimadan darak berdi deganga o'xshash temalarda. Bu yerda nazariyani o'rgangandan keyin vatanga qaytib u yerda yanala shu davlat tekshirish qilib Uyg'ur jamiyatida saqlanayotgan masalalarni Amerikada o'rgangan nazariya bilan birlashtirib tadqiqotni olib bordi. Undan keyin shu to'g'risida yozgan jamiyatshunoslar nima deydi degan kitobi 2011-yili nashrdan chiqdi. Endi shu qisqa vaqt bo'lsa-mu Xinjiang universitetida jamiyatshunoslik kasbida maxsus o'qib kelgan bir doktor bo'lish bilan nurg'un o'quvchilarni tarbiyaladi. Shundoq ish izlari bor. Ammo shu 2019-yili Erkin Osiyo radiosida xabar berildi. Shu ziyolilarimiz tutilib ketayotgan animaning ichida mana shu Zulfiqar Barat o'zboshmi bor. Bu xabarda qarab shu Hawaii universitetidagi Zulfiqar Baratning o'zining o'qituvchilari ham shu shahardagi kasbdoshlari, saboqdoshlari buning nimasidan andish qilib, qanday bo'lganligini, oqibatini bilish uchun nima qilgan. Shu chaqdagi ma'lumotlar qaraganda, endi qilib qolsang, ketmasang bo'ladi degandek shunday takliflar ham berilibdi ekan endi o'qituvchilari tarafdan. Ammo o'ylaymiz, masalan, menmi qilib qolishni qat'iy o'ylamagan chet elda. Shuningga o'xshash bo'libmi ijtimoiy fan sohasida bizning ziyolilarimizning roli nada desa xalqning ichida. Shuningga biz sirtda qancha bir kasbni nazariyasini o'rgangan bo'lsakmi, yana qaytib ketib o'zimizning xalq uchun xizmat qilishni eng oldingi o'ringa qo'yatdik. Zulfiqar ma'lummi, endi mishad o'qigandan keyin balkim qilib qolsa o'zining yana bir tadqiqot sohasida o'zining rolini joriy qildira oladi, ammo qaytib ketishni tanlagan. Lekin oqibatning bunday bo'lganligini hech qaysimiz bilolmaganda. Shu men mushunchalik so'zlay, yana qo'shimcha qilganlar bo'lsa, to'liqlab bersa. Rahmat. Qo'shimcha qildigan Ma'azrat qo'shimcha qilay. Tahir efendimning vaqti biroz nima az, biroz ishi bor ekan. Oxirgi so'zlaringizni olaylamsiz. Shu ma'azrat qo'shimcha qilay.
endi bu Zulfiqar bilan biz burun tatib tanışımız. Vay aka uka deyishib Ürümchida yaxshi o'tgan. Keyin Amerikada o'qib qaytib qolgandan keyin baya Gulnar xonim degandek o'zininki shu sotsiologiya sohasidagi ba'zi ishlarni qildi, kitoblarni yozdi, ba'zini qildi. Endi men ta'kidlaydigan bir nuqta hamda bu Zulfiqar bo'lgandan keyin buning qilgan bir ishi shu ilmchi degan bir ishni qildi hamda. Bunun da asasligi bu shu g'arb falsafasini Uyg'ur yoshlarga tunishtirish ne asas qilib turib bir ilimçe ötküzdü. Xeli mezgil davamlaştı bu. Endi bu Uyg'urlarda endi bu felsefe degan ufqumni biz endi felsefe degan ufqumga nisbatan bizning tushunchimiz bak sal xamroq endi. Chunki biz Marksizm Leninizmlik felsefe ne ko'rib, ashuni anglab cho'ng bo'lgan. Andan keyin felsefe degan gap quruq gap degan gapning yana bir atilishiga aylanib qolgan. Keyin bizmi endi men shu Markaziy Millatlar Universitetida bo'lgandan keyin shu Farhod Tursunninki tavsiyasi yetakchiligida bizmi g'arb falsafasi bilan uchrashdik. Endi bu g'arb falsafasini rasmiy endi bir kasb sifatida yoki shuni bir ishkirlab kirgan odam bak oz Uyg'urlarda. Ham birisi Davud Obulqosim deydigan bir aylan bor. U shu 84 ning deymi fizikada o'qigan Dolqa Esalıninki, Sahip Jamal Dövlətlininki savaqtishi shu mezgildik bir qaradiki bala. U felsefede bir qatar emgeklarni qildi. Sofiyaning dunyosi degan bir felsefi asarni tarjima qildi. Andan keyin arab felsefalariga oid kitoblarni chiqardi. Andan keyin men G'arbning aql parasti degan bir kitobni tarjima qildim. G'arb modernizm adabiyoti hamda uning nurg'un falsafa, G'arb falsafasiga oid hukmlar bor hamda. U narsani qildim. Andan keyin Abduqodir Jaloliddin ba'zi g'arb falsafasiga oid asarlarni tarjima qildi. Andan keyin shu Idris Nurullo degan u shoir bola umid turmida hozir. U Nietzschening bir necha pot kitobini tarjima qildi. Andan keyin bu Zulfiqarmi endi shu g'arb falsafasiga xeli cho'nqurladi. Endi chunki bu g'arb falsafasi degan endi har qanday millat shundoq, ma Abdukirmantiminning Uyg'ur falsafa tezislari degandek kitoblarni o'qisam tushunamiz. Bu felsefeni bugungiga qarab tushunolmaydi. Bir millatning felsefasini yoki bir davlatning yoki bir felsefani g'arb felsefasi yoki grek felsefasi yoki bir nima Jungo felsefasi, Xitoy felsefasi degan narsani bilish uchun uzun tarixdan kelishga to'g'ri keladi. Shunga endi bu Zulfiqarmi shu g'arb falsafa tarixi, g'arb felsefasini tushuntirishda xil aktiv faoliyat qildi shu mezgillarda. 2000-yillarninki o'ttira oxirlari xil jiq faoliyatlarni qildi. Yoshlar bundan xil jiq manfaat kimi erishdi. Ashning turtkisida endi bir Uyg'urlarda falsafaga bo'lgan qiziqish. Endi bu falsafaga bo'lgan qiziqish to'g'riliq nemishqa buni muhim deymiz degan chaqda bu g'arbda falsafa degan shu matematika, fizik, butun tabiiy fan hammaning natijasini o'z ichiga oladi. Bu Pifagor teoriyasi deymiz, Einstein'ninki tanlamlari, Newton hammasi shu g'arb falsafalariga so'zlandi shu narsalar. Tik bulunluq, uch bulunluğun iki yan tarafının kvadratı, bizimizin tang degandek gaplar falsafa tarixida bor. Biz falsafa desa, odam hayotni shunday yaxshi o'tkazish kerak, tirishib ishlash kerak, yaxshi o'rganish kerak deganni falsafa deb tushunamiz. Olimda insoniyat barliq yaratgan ijtimoiy tabiiy ham ish qilib, dunyo to'g'riliq o'ylangan, xudo to'g'riliq va hatto din muboqning ichida. Xudo to'g'riliq o'ylangan, o'z to'g'riliq o'ylangan bu şey hamma o'ylanishdan kelib chiqqan barliq natijalarni falsafa deydi ular. Endi bu narsani o'rganish Uyg'urlar uchun bak muhim biz uchun. Nimishqa desa, biz bir zamoniy millat bo'lmasa, biz bir hozirgi zaman xos bir idisi bor, dunyoga elchib etilgan bir millat bo'lmasa, biz mavjud bo'lib tura olmaymiz. Biz o'zimizning ko'n naslarimizni qo'g'dishimiz kerak, lekin dunyoga yuzlanishimiz kerak. Ham bu ikkisini tang olmagan chaqda bak asallar bizni vayron qildi. Masalan, qanday odam ojiz bo'ldi desa, o'zida banasi bak chin eslab olgan ojiz. Chunki qo'lda yo'qotib ketsa, u odam tushidi endi. Shunga haq tatib olmaydigan bir kuchlik narsaga aylanish uchun texim Alloh qarab mengish kerak ekan. Shu bu jihatda Zulfiqarninki o'ynagan roli shu mezgillarda xeli yaxshi, ijobiy rol o'ynagan, ham bir o'zining tegishlik to'pisini qo'shgan deb qarayman. Rahmat. Rahmat, sizning bir faoliyatınız bormi deymi? Shundoq, biz bugun Tayland elchixonasi oldida Taylandlik qarindoshlarimizninki haqqiga bir azroq bir
faaliyetvatti namoyish qilgan ish. Biz hozir shu yerga mengishimiz kerak. Endi ular uzun yil yetib ketdi, 9-10 yil bo'ldi. Biz shuning Haqiqatan, bo'lmaydi deb biz yana qildik. Bundan hammaga rahmat, mag'firat sizga rahmat. Ko'rayotgan rahmat. Ma'qul, xayr, xo'sh. Rahmat sizga. Xudoyimga omonat etsin. Xo'sh, mashqinglarga xo'sh mehmonlar. Xo'sh. Adil efendimning biraz internetde mesele çıqa okşaydı, ama çıkıp ketip kaldı. Biz davamlaştıraylı emsi. Bu ziyalilerimizin içinde bugün Yalqın Rozi efendim hakkında mu azraq toxtulup öteyli. Hemimizge məlum Yalqın Rozi mu bizimki hazırkı zaman ziyalilerimizinki aldın qatar turduğanlarının birisi. O 1966 yıl 3. ayının 4. günü Atuş'un Ağu yesi to'lgan başlanmış o'tir maktabni şu Ağu'da o'qigan 1982 yılı atalmış Şinjan Üniversitesi'nin siyasi fakültesi qabul qilinib, bir yildan keyin öz qiziqishi bo'yicha adabiyot fakültesiga almışıp şu fakülteni bitirigen. Endi eserlerden qaraydigan bolsak, onun tunji ijodiyati şair Qurban Baratning dastani to'g'risida yozgan Aq romanliq Parizat dastani to'g'risida nomli adabiy obzor bo'lgan. Yani edebi obzorchilik degan vaqtimizda bo'lib, hozirgi zaman edebi obzorchiligida Yalqın Rozning ismi birinchi o'ringa yozildi deb o'ylayman. Onun ijodiyatini qaraydigan bo'lsak, birinchi asrimiz shu edebi obzorchilik bo'lganki, bu asarni texi oliy maktabninki 4-yilligida o'qiyotgan chog'ida 1986 yili Tarix jurnalining birinchi sonida e'lon qilganki, 1990 yıldan başlap maqal obzorda arka-arkadan e'lon qilinishga başladı. Onu hem xalqimiz tarafından to'lishga başladı. Xiyonatchi degan tuhmat bilan 2016 yil 10 oyda uni qo'lga olindi. Uni endi 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bilan munosabatli xabarlarni angladik. Keyin onundan keyin bunu muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartibdi onun jazosini. Bularning hammasining endi qonunsiz ekanligini hammamiz bilamiz. Bütün ziyolilarimizning beshiqi kelgan bu balay afat, bu so'yimlik ziyolimizning beshiqi keldi. Endi milliy ang haqida xalqimizni oyg'atgan milliy medeniyetni qo'g'dash uchun oldi bilan masalan shu do'ppilarimizni kiyib, milliy do'ppilarni kiyib, Abduqodir Jaloliddin, shu Yalqın Rozilarninki do'ppi kiyishni boshlaganligi, shu do'ppi medeniyetimiz bilan munosabatlik oldin qatorda turib, do'ppining endi millatninki bir simvoli holiga kelishiga to'hfa qo'shgan ziyolilarimizning birisi. Şu milliy angni deb o'tib ketgandek, shu xalqimizniki ideyasiga o'rinlashtirishga tirishganlarninki birisi. Men shunchalik so'zlar Yalqın Rozi haqida endi qo'shimcha qildiganlar bo'lsa, balki birga ishlaganlar, anglaganlar, bilganlar bo'lishinglar mumkin. Marhamat, xonimlar. Men azroq qo'shimcha qilay. Yuqorida tilga ilingan ziyolilarimizning hammasining hamda menga bevosita ajri singan desam, Yalqın Rozi akamiz bilan ko'rishgan, menga 2 kitobni imzolab bergan loyihalarning siri, men nima ishga obzor yozaman deydigan. Hamda bizning bu ziyolilarimizning ulgu elishga tegishlik, chet eldagi ziyolilarning ulgu elishga tegishlik nurg'un taraflari bor. Masalan, chet elda hamda ziyoli demak o'zimizning kasbini yaxshi qilish degandeklam bo'lib qoldi ba'zida. Shu ziyoli degan ismga boshqadan bir aniqlim bersak bo'g'dakmi deb qoldi odam ba'zida. Endi bu ziyolilarimiz, adiblarimiz o'zining kasbini voyaga yetkazib qilgandan boshqa kecha kunduz millatning g'amini yegan, millatning umumiy safosini o'stirishga ham millatni uyg'unishga, o'zi haqida, kelgusi haqida tafakkur qilishga undigan, chaqirgan. Endi bular endi hammasilar do'ppi bayramining bir tashkillovchilari, qo'llovchilari deb o'ylayman. Yalqın Rozini misolga olsak, o'zining qalami, nutqi orqali go'ida endi millatning ichidagi ba'zi
salbiy qayışlarını içip taşlap cemiyette hem toğru ahlak qarışı, toğru qimmat qarışı şekillendirishga, to'g'ri jamiyat stili barpo qilishga har zaman ündep kelgan. Bularning eng muhim Xitoyning nazaridagi bularning gunosi shu xalqning milliy engini uyg'otganligida. Yaqin ro'ziga chaplagan gunoyim shugu darslik kitoblarda qudratquliq ideyalari mavjud degan gunohni chaplab. Chunki u darslik kitoblarda Sharq Turkistonning gerbi rasm bo'lgan, Ahmadjon Qosimning rasmi bor, ham shu xil shaklda tuzilgan ekan. Shunga asosliq gunoyi tarixiy bir haqiqat, asli haqiqat bu haqiqatni inkor qilib bo'lmaydi. Xitoyning nazarida bular shu milliy ongni uyg'otganligi uchun, Xitoyning qilipiga tushmaganligi uchun bularning hammasi gunohkor deb bir tayoqda haydalgan. Shunchalik so'zsak bo'lamdi vaqt. Rahmat. Men qistirib qo'yay Yalqoroz aka to'g'risida. Uningki adabiy obzorchilikqa qo'shgan to'hfasidan boshqa shu o'qitish boshlang'uchdan tortib to'liq o'rta universitetgacha o'qitish sohasida dars kitob tuzish, buni hammamiz bilamiz. Buningga bek cho'ng to'hfa qo'shgan. Uningdan boshqa yana o'qituvchilarni tarbiyalashda, o'rta boshlang'ich maktabdagi til adabiyot o'qituvchilarini tarbiyalashdimi qo'shgan to'hfasi bek cho'ng. Masalan, shu dars kitoblarga yondash mush darslar til adabiyot darsini qanday o'tish to'g'risida pedagogik jihatdan maxsus tayyorlagan yondash o'qitish yordamchi materiallarini tayyorladi. Uningdan boshqa yana bizda shu ma'rif nazorati bilan shu atalmish Xinjiang universiteti hamkorligida bir o'zligidan o'rganish, tarbiyalanish shunday bir programmasi bor edi. Shaxsan men shuni o'qigan, shu to'liq kurs diplomlarini alamagan, burun o'rta texnikumlarda yoki oliy texnikumda o'qigan har qaysi joylarda ishlayotgan yoshlar o'zligidan o'rganish nimasiga imtihonlarga qatnashib, shu o'zi materiallarni setib olib, o'rganib, andan keyin imtihonlarga qatnashib, oxirida hamma fanlardan layoqatli bo'lgandan keyin maqola tezisini tanlab universitetdagi muallimlarning chiqarib bergan temalar bo'yicha maqola yozib, uni oxirida dissertatsiya yoqlab, unda o'qish bitiradigan programma. Shu programmagami nihoyatda ko'p har bir kasblar bo'yicha darslik materiallarni tuzib, shuni shu o'quvchilarga joy-joylarda cho'nglar ma'rifi bo'yicha tarbiyalashga ko'p to'kib qo'shgan. Undan keyingi mazgillarda buni hammamiz ko'rdik. Mush Abduqodir Jaloliddin muallim bilan ishlaylan joy-joylarga berib, nutq so'zlab, ya'ni shu xalqimizni uyg'otish, odam tarbiyalash jihatda ko'p to'kib qo'shgan. Rahmat. Rahmat, ko'p rahmat. Hamda bizning bu ziyolilarimiz shundoq tirishchanliklari bilan yana xalqimizni tushunib, xalqimizning g'amini yeb, mana endi o'zlarininki hayotini turmalarda o'tkazishga majbur bo'lyotdi. Uyg'ur madaniyatini qo'g'dashga tirishdi, Uyg'ur madaniyatini tanitishga tirishdi, Uyg'urlarning o'zini tanishini umid qildi. Hozir endi Uyg'ur madaniyati duch kelayotgan xirislar hammamizga ayon. Butunlay yo'qolib ketamdi yoki uni saqlab qola olamdiq. Bu endi bizga bog'liq bo'lib qoldi. Shu hayotda qolgan, yashayotgan Uyg'urlarga bog'liq bo'lib qoldi. Endi yaqin vaqtlarda biz endi Do'ppi bayramini bir necha yildan xotirlab kelyapmiz. Shu do'ppimizni biz endi qanchalik azizlab, qanchalik qadrlasak, Xitoymi buningga bo'lgan suiqasdni shuncha oshiryapti. Do'ppining nusxalarini xitoylashtirish boshladi endi. Bu xabarlarni balki hammamiz ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Buningga qarshi xalqimiz nima ishlarni qilyapti? Mush haqda endi ozroq so'zlab bergan bo'lsanglar, marhamat. Men ozroq so'zlayman. Do'ppiga oid tema ekan. Endi jamiyatshunaslikdami bir nazariya bor. Endi bir millatning o'rtaq milliy kimligini shakllantirgan 5 xil omil bo'ldi. Bularning ichida o'rtaq territoriya, o'rtaq iqtisod, o'rtaq diniy e'tiqod, o'rtaq estetik qarash, endi estetik qarashning ichida shu yemak-ichmak, kiyim-kechak, naqsh usul deganlar hammasi kirdi. 5-inchisi o'rtaq til bo'lish kerak. Bu ishlarning ichidagi endi birsi to'sqinlikqa uchirgan vaqtida bu millatning kimligi tavrinib qoladi, muvozanati buziladi. Osonla assimilyatsiya
bu kitish xavf xatiri bo'ldi deydigan bir nazariya var. Endi biz odatda Uyg'ur madaniyati desa ko'pincha kishilarimiz naqshi usullam deb qoladi ekan. Amaliyotda bu shu mozorlarning cheqilishi, adiblarimizning, diniy ulamolarimizning tutqun qilinishi yoki Uyg'ur tilining cheklanishi bo'lsin, mushlarning hammasi madaniyat qirg'inchiligi. Bu endi navbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ichidagi eng tipik, eng gavdalik endi alomatlardan bo'lib qoldi. Xitoy endi Uyg'ur do'ppisini hozir do'ppi cheklandi degan gap yo'q. Lekin Uyg'ur do'ppisiga oid bo'lgan bir yurish kasblar bor. Qo'l hunarvanchilik kasblari bor. Do'ppichilik deymiz, kashtichilik deymiz. Undan boshqa nurg'un pichoqchilik, gilamchilik, to'qimachilik, kulolchilik, sapalchilik, bakchiq endi shu bir yurish kasblarning hammasi tahdid ichida hozir vayron bo'lish girdobida turmoqda. Chunki bu do'ppichilikni aytsak, do'ppichilik shu Uyg'ur jamiyatida o'ziga xos aloyidlikka ega ekan. Chunki bu yilqi ayollar tikidi, erlar uni opirib sotadi. Arada endi mahallalarda bularni kelishtiradigan o'tirdi. Vositachilik rolini o'ynaydigan shunday dallal xarakterli savdogarlar bo'ldi ekan. Shu xil andizi bilan endi taraqqiy qilib o'z-o'zini qamdab kelibdi ekan. Lekin shu yaqinqi yillardagi texmo Xi Jinping hukumati chiqqandan keyingi yuqori besimliq siyosat ostida Uyg'ur hunarvanchilik kasblari sapasiz bu pul topqil bo'lmaydigan kasblar deb qaralib, uning o'rniga ishkirdagi Xitoylarning manfaatiga foydali bo'lgan, ularning iqtisodini gullantiradigan shu xil kasblarni korxonalashtirib, yez-yezlarga shunday joylashtirib yetibdi. Ham yezidagi emgak kuchlarini boshqa yoqqa yo'tkayotgan, bularni kambag'allikdan qutuldiramiz deb siyosatni chiqarib olib, amaliyotda natijada bu Uyg'ur xalqining manfaatiga hech bir foyda olmadi. Aksicha xalqimiz qirg'in qilinyapti. Shu birsi shu do'ppichilik kasbiga bo'lgan ziyni endi tahdidi Xitoyninki buzg'unchiligi. Yana birsi siz deb o'tgandek do'ppining nusxalariga bo'lgan haqorat, oyoq osti qilish deb tushunaman men buni. Yaqinda shu Qurbon Niyoz deb bir xalq hukumati nemasi a'zosi demdik. Vakili, xalq qurultiyi vakili o'zi loyihalagan ekan shu Xitoycha nusxalar, bulutning, Xitoycha baxt degan xatlar kashtilangan shundaq do'ppini o'tirg'i chiqadi. Undan boshqa men o'tgan ozroq bir tekshirish olib shu vatandagi to'r betida setilayotgan do'ppilarning hammasi degidek asosan Xitoyning ichki o'lkalarida shu tonlab mashinada ishlab chiqarildi ekanda. Aslida amaliyotda bu bizning do'ppimiz boy beshirim deb o'tdik. Hammasininki ma'nosi bor. Do'ppining har bir naqish, har bir siziq, uningki ranglari, bo'laklari o'tirsidagi nisbat, hammasining nemasi o'ziga tushliq nemasi bo'ldi, ma'nosi bo'ldi, simvoli. To'g'ri. Masalan, shu Keriyaning talpikini misol oladigan bo'lsak, u talpak cho'qim qora rangda bo'lish kerak. Ham uni cho'qim pariji bilan birlikda kiyish kerak. Uni qizil, yeshil ranglarda qilib qo'ysak bo'lmaydi. U chunki Uyg'urlarniki dunyo qarashi, tabiat qarashi, go'zallik qarashi shu do'ppilarimizga singdirib etilgan. Erning ayrim, ayolning ayrim. Hozir Xitoylar uni arzon, nachar materiallar bilan shu xil shaklda qalaymaqonlashtirib, uning qirlarini 6 qirliq, 8 qirliq qilib, hatto aslida bor bo'lgan 4 qirliq, 4 tadu aqidasi deymiz. Ularga amal qilmagan holda shundaq buzib yetib bordi. Bu do'ppa unda xohlagancha ma'lum bir shaxsning yoki bir hokimiyatning irodasi bo'yicha xohlagancha uni o'zgartiradigan, yasavog'il bo'ladigan narsa emas. Shunga buningga endi qarshi turishimiz kerak. Chet elda lekin buningga qaraganda endi o'zimiz ba'zi u do'ppilarimizga sharoit bo'lmagandan do'ppi tikadigan ba'zi er kishilarninki do'ppi yasab setayotganini ko'rdim. Bu nihoyatda qo'llashga tegishli bir ish deb o'ylayman. Bularning yasagan do'ppilaridami
ötkende radyodan xabar qildi. Bizning davlat gerbimiz, Sharq Turkistonning bayrog'ining shaklida shundaq yasab nayt alqışqa erişiyotidu. Bu məmdə tərəqqi qıldırışqa tegishlik bir işimiz deb o'ylayman. Ish qilib doppini chet ellik Uyg'urlar bo'lsin, vatandagilarmi shuningga tirishgan Xitoyning assimilyatsiyasiga qarshi bir qoral o'rnida qo'llanyapti hozirmdi. Rahmat. Gülnar, sizinmi qisqagina qo'shimcha alay, qo'shimcha so'zingizni alay. Meyede bazı bir sualla düşüptü. Tahir'imin efendimmiş çakırılmadı. Dopu bayramınınki meydan kelişide çoğun rolü boğan depçu. Biz işki yılının yakı Tahir Emin efendim bilen program kıvatımız bu ketin biraz bu ilik mütafekkirle bilen mi birleşkenlik için mındak bol diyemdi. Hatta düşünüp kamanla Tahir Emin efendini biz aldığımız işki yılının yakı bu programı birlik kıvatkandık. Merhamet günler. Şundaq bu dopu bayramının vücudga chiqishida Tahir imin inimizning roli bak cho'ng her daim o'ylaymiz. Her qitim bu bayramni o'tkazayotgan chaqda Tahir iminni eslab turamiz, o'ylaymiz. Bu programning 5'idimi deb o'tib ketdim men. Hatto tushunish bo'lib qolmasin. Endi yuqorida biz jiq so'zildik, dopuning tarixi, madaniyati to'g'risida o'ylab baqsaq, tarixdan buyon Uyg'urlar nəhayət mədəniyyətlik millət boğaşqa mushundaq isil kiyim-kechaklarimizni, yemək-içmək mədəniyyətlərimizni şəkilləndirgəndə bu uzun tarixi bir jarayon bu. Məsələn, Adəm əleyhissalamdan başlasaq hech qanday kiyim kiymagəndan tortib, hozirgacha kiyim kiyib mədəniyyətning yuqori pallasiga o'tkicha nurg'un jarayon ketadi-da buningga. Ham qarab baqsaq bizning an'anaviy kiyim-kechaklarimiz bek go'zal. Ben kichigimdan o'ylaydim, shu Amanisa xonimga o'xshash ashal qamutumoqlarni uzun yog'liqlarni otib, to'pik qamutumoq kiyib olsa, ko'ynaklarimiz uzun ko'ynakning ustiga kiygan ilqi duxovi jildlar shunchalik chiroyli naqsh ishlangan. Bu keyin jamiyat taraqqiy qilgandan keyin biz g'arblashib, g'arbning kiyim-kechaklarini kiydigan bo'lib ketdik, hozir kiyivyapmiz. Endi do'ppa bir mezgil qanday bo'lib qolgan desak, bir adam do'ppi kiyib olsa, bo'pmi erlar do'ppi kiyib olsa, o'limli bo'lib qoldingizmi deb so'raydigan bir yer kelib qolgan. Demak, ashunchalik tegmaydigan holat o'tib ketganda, keyin ham do'ppi bayrami bu bizning an'anamiz deb bu bayramni mana 2010-yildan boshlab o'tkazyapmiz. Ammo bu bayramda kiydigan narsami? Bu zot biz qanday qilamiz deganni o'ylaydigan bir masalaga. Biz nemishqa bu do'ppi bayrami deb maxsus bayram qildik deganda, mush keyingi avlodlarimiz buni unutilib ketmasin. Bizning mushundaq go'zal bir an'anaviy kiyim-kechaklarimiz bor. Kundalik turmushda kiymagandan keyin bu endi shu unutilib ketmasin deganni o'ylaymizda. Shuningga bu bayramni ilib chiqdi deb o'ylayman. Shuni bilan xotirlab menyapmiz. Masalan, do'ppa, kanvoy ko'ynak, atlas ko'ynaklarimizni et bayramlarda bu bizning an'anaviy kiyimlarimiz deb kiydigan bo'ldik. Chet eldimi bolalarimizga buni bildirib, uyda o'gitib menyapmiz. Ammo shundaq bir sharoitda endi kiyim-kechaklarimizni qadrlash, buning tarixini, madaniyatini har bir oilada bolalarimizga bildirish, keyingi avlodlarga o'gitib menish bek muhim. Endi vatanda shu zavodlashib ketdi, hamma narsani bozorda zavod ishlaydigan qilib buning sufitini tushirib bordi. Ammo shu qo'l hunarvanchilik kasbimiz bayam Zulayat xonim degandek intayin bir xavf ichida qoldi. Mushuni endi tirildirishimiz kerak da. Masalan, biz yashayotgan Amerikadagi Massachusets shtatida har qaysi millatlarning qo'l hunarvanchiligiga, adabiyot san'atiga oid Muşu qılalaydigan adam bolsa, Ma'rif nazoratidan muşu projekt ajırtdı ekan. Muşununga adam yo'q. Masalan, mening yo'ldoshim Abdukim Ahmad apandim xattat bo'lganligi uchun buni iltimos qildik. Bir o'quvchiga bir o'qituvchi xattatlikni, Uyg'ur o'zini xatlarini dars qilib o'tyapti. 2 yillik program ekan bu. 2 yildan keyin yana iltimos qilsangiz yana bo'ldi ekan. Ular nazorat qilib turdi, yilda 2 qatim kelib darsini anglaydi. Bular doklad yazıdı, qanday o'rgandi deganlarni ko'rib. Ammo qarab baqsam boshqa millatlarning, masalan, soz chelish olsun buldiki, an'anaviy muzikalar, an'anaviy kiyim-kechaklarni tikish, mushu do'ppi tikarlaydigan atrofimlardagidan so'rab ketdim zot. Mushu qilalaydigan odam bo'lsa, mushuni iltimos qilsak, mushuni bir saqlab qolsak. Saqlab qolsak. Mana bu Amerikada
boshqa millatlarni o'z ishiga olib turib, ularning madaniyatini hurmat qilganligida mana bu Shuning uchun Amerika cho'ng davlatda mana. Shuningga oz millat bo'lsangmi, mush o'zingning madaniyatini saqlab qol. Mesela gilam to'qiya oladigan odam bo'lsa, jipak to'qiya olsa, mesela atlasni, do'p tikiya olsa, do'tta chelishni, tambirmi shu o'zing an'anaviy Uyg'urlarga oid narsani mushu qila oladigan kulolchilik deymiz. Mushuning hammasiga kasbni qila oladigan odam bo'lsa, yosh avlodlarni tarbiyalaymiz desak, buningga yo'l bor ekan. Meningcha boshqa davlatlardan cho'qim bor. Shuning uchun mushu to'g'risida ko'proq izlanaylik. Biz bilan ham ketib qolsa, keyingi avlodlarni tarbiyalamasak, bu madaniyat uzilib qoladi. Men endi vaqtmi bir yak berib qoldi. Oxirda mushu bir parcha rasm bor, fotograf Abdukim Ahmad apandining Kariz nomli rasmi. Buningga endi bugun atigan o'ltirib mushu do'ppi bayrami munosabati bilan Abdukim Ahmad apandim mushu foto suratga qo'shib bir kuplet she'r yozdi. Shunga dunyodagi Uyg'ur xalqimizning do'ppi bayramini tabriklash munosabati bilan men bu kishining bu she'rini bu yerda tikilmasiga qilib beray. Marhamat. Bug'dodan sirg'ib tushgan abi hayot Kariz suyi, el yurtni ko'klatgan zamzam kabi Kevser suyi. Gilam doppa atlas ko'nglak zapjulaliq jilvesi, aks etar Uyg'urumning buyuk saltanat iznasi. Hammanglar ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Bu Karizni tilga ilib nayt yaxshi qildingiz. Yana bir yo'qolib ketayotgan madaniyatimiz Kariz. Bu rasmi bek chiroyliga. Karizni hozir tindirishga boshladi. Ama bu bek echinishli qamdi. Bu dünya medeniyetiga bu qilgan buzg'unchiligining qanchalik og'ir ekanligini ko'rsatdi. Hamda bu Xitoyniki jinoyati bu medeniyetni qo'g'dash kerakdi. Agar o'zini medeniyetlik deb qaragan bo'lsa, ki medeniyetlik emas bu millat, bu davlat. Karizga o'xshash necha ming yillik bir medeniyetni yo'q qilib, buni tindirib o'tish degan hamda o'ylaqi nima bor, o'ylaqi terror işçiler demdik, işçiler deb qo'ydi. Shuningdan bir farqi yo'q. Qadimgi medeniyetni yo'q qilyotdi shularmi, shu terrorchilarmi. Bir davlatning qo'li bilan buni qilgani haqiqatan Jongo hukumat uchun cho'ng bir nomus. Buni darhol to'xtatish kerak. Bu Karizni bunda ziyonkashlik qilmaslik kerak. Bu davlatninki yüzüge urulduğun kelgüsüde nayt çoğun bir cinayet. Şunun için bunu bence to'xtatish kerak deb o'ylayman. Vaqtimiz hozir 1 saat 50 minutdek bo'lib ketibdi. Oxirgi bir jumladan so'zinglarni alay, undan keyin programmamizni tugataylik. Men shu do'ppi munosabati bilan aslaymiz chet elda saqlanayotgan Uyg'ur do'ppilari haqida ozroq ma'lumot beray degandim. Bu 2 minutdan oshmaydi-ku deyman. Ma'qul. Chunki endi hammamiz chet elda Yevropa, Amerika davlatlarida yashayapmiz. Farzandlarimizni bo'lsa shu davlatlarga olib borib ta'tillarda, lagerlar qatnashtirib, shu asar atiqlarimizni ko'rsa, Uyg'urlarning izlarini topsa deymiz. Masalan, shu chet elda saqlanayotgan arxeologiyalik tepilmalarning ichida endi do'ppini qolgan tumoqlarni demayli, do'ppini olsak, Angliya, Germaniya, Shvetsiya qatorliq davlatlarda hozir Uyg'ur do'ppilari saqlanayotdi. Bularning ichida tarixiy eng uzun bo'g'ini milodiya 3-asrga to'g'ri keladigan Sapal haykalining beshiga baydab o'tgandek ashta kula shakllik do'pp kiygizilgan. Bu Buyuk Britaniya muzeyida saqlanayotdi. Yana birisi milodiya 6-asrga taba bo'lgan bir xotellik rassomlar sizgan ranglik yog'och taxta. Buningdimi ikki chavandozning tasviri bor. Bularning beshidimi do'ppi bor. Nayt ro'shan ko'rinib turdi u do'ppa. Yana birisi 19-asr 20-asrlarga taba bo'lgan likok pichan qumuldan akagan bunaq yaplaq bir do'ppi bor u Germaniyada. Andan keyin Angliyada Oxford Ashmolean muzeyida Yoqubbek Robert Shawga sovg'a qilgan nurg'un atlas tonlar, do'ppilar, 20 dan ortiq do'ppa
20 neçə ton ötük qatarlıq nayt yaxşı saxlanğan, dünya boyunca ən yaxşı saxlanğan doppular deysək boldu. Ular var. Anındikin Şvetsiyada, yəni Angliyada 19-20 əsrге təvə bolğan qadimki nusxuluq. Hazır o nusxalar yo'q. Şu bazar setilayotgan doppularımızda o nusxalarni uchratqılı bo'lmaydi. Şuna endi onu doppularni ko'rish, tadqiq qilish, balalarımızga miras qaldırış bizning vazifamiz deb o'ylayman. Rahmat hammalarga. Ko'p rahmat, yaxshi ma'lumot berdingiz. Haqiqatan doppuninki tarixining nayt uzun ekanligini, shundaq qo'limizda dalil isbotlarning borligini dedingiz. Cho'qim tadqiq qilishimiz kerak. Bugun so'zlangan butun bu tema, har bir ziyolimiz bu doppu haqidagi ma'lumotlarni biz ayrim balki bir necha programda qo'lga olib, qayta tema qilsakmi, yana so'zlanadigan nayta nurg'un gaplarimizning borlig'i o'tirg'i chiqdi. Xudoyim bo'lsa buni qilamiz. Zulhayat, siz bu tadqiqotingizni davomlashtiring. Xudoyim bo'lsa rasmlari bilan bu ekranda uni ko'rsatamiz. Gulnar, sizning oxirgi bir jumla so'zingiz hamsa. Bütün dünyadaki Uygurlarning doppu bayramını qizg'in tabriklaymiz. Yani bayamqi she'r bilan aile boyunca. Onundan başqa yana şu azır sırtda biz özümüzning dövleti yo'q, yaşavatımız şununğa hayatda qilish, özümüzning iqtisod o'rnini tiklash muhim bo'lib qoladi. Şuna ko'pinchalarimiz balalarimizni şu tezroq bir iqtisod unum yaratadigan kasblarda o'qib, turmush qilsa, janin janasa deganni asos qilib o'ylayapmiz. Albatta bu bek to'g'ri. Lekin bundaq deb ijtimoiy fan sohasini tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Chunki bu ijtimoiy fan sohasi, madaniyat, tarix, tilimizni tadqiq qilish bizning bir millat mavjudligimizni saqlab qolishning ul asosi. Shunga bolalarimizni bu sohadimi o'qitishga to'ximi yuqori o'rlab tadqiqotlarni qig'dak saviyaga yetkazishga tirishaylik. Rahmat. Ko'p rahmat. To'g'ri. Menimcha bu eng muhim nuqta. Xitoy hozir bizning vatanimizni o'zining qilishga tirishyapti. Biz tarixdan beri shu zaminda bor deganni. Boya so'zlab o'tgan mazmunlarimizning hammasi doppini misolga olsakmi, bu azaldan bizning shu zaminda yashab kelgan shu zaminning egilari ekanligimizni ko'rsatib berdi. Xitoyga qarshi bir qurolimiz bu qadimgi doppularimiz. To'g'ri dedingiz. Sizlar umdan oxirlashtirdinglar, amsa. Yaxshi gaplarni qildinglar. Haqiqatan bu temalar bek muhim. İmkoniyati borlar xalqimizga bildirishimiz kerak. İmkoniyatimiz borlar tadqiq qilishimiz kerak. Va bolalarimizni, masalan, birisi doppini tutsin. Doppini balkim bu chet elda qo'g'dab qilishimiz mumkin. Mana universitetlarda agar o'qitadigan odam bo'lsa, tarbiyalanadigan odam bo'lsa, imkoniyatlar bor ekan. Muş imkoniyatlarni izleyli, muş imkoniyatlarni balalarımızga, yaşlarımızga, evlatlarımızga bildireyli ve bu medeniyetini qo'g'dab qilish uchun hammamiz kuch chiqaraylik. Men Uyg'ur degan milliy hissiyoti bo'lgan, Uyg'urlik hissiyoti bo'lgan har birimiz milliy kiyim-kechaklarimizni qadrlaylik, milliy kiyim-kechaklarimizni kiyaylik ve mushu şekilde hammamiz o'zimizning qo'limizdan kelgan kichik töhfelerimizni birleştirip belki bütün bir Uygur milletinin medeniyetini qo'g'dab qilishga his qo'shgan bo'lamiz ve his qo'shalaymiz deb o'ylayman. Vaqt e'tibori bilan mush yerda tugadi bugungi programmamiz. Qatnashuvchilarga ko'p rahmat aytaman. Bu yerda fikrlarini bayon qilib bizga madad bergan tomoshabinlarimizga, ko'rurmanlarimizga rahmat aytaman. Hamda haqorat qilmasdan sizlarninki o'zinglarning fikringlarni, deyishinglarni qarshi olamiz albatta. Undaq bo'lsa, programımız bu yerda oxirlashadi. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Yana bir programda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh.